Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. 2022 yıllık bir yıllık xulası dokulatımızı görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Qadirli görürmənlərimiz, biz ötken yıldan başlap istiqlalda bir yıl cəryanında bulup ötken vətənimiz asaslıq Şərq Türkistanda bulup ötken və çət əldiki hər qaysı dava sepidiki siyasetçilerimizden ve dünyanın Xitayning vatanımıza elip berip atkan bu vahşi cinayetiga karşı ağan kararları, bergen cezaları degендek xulas şekilde sunuşunu başlagan tok. Bu yıl mı ütüp ketken bu 2022 yıldaki xulasını en kısa şekilde bütün gücümüz bilen elbette sanaksız cinayetler, sanaksız eğitip tüketkisiz her günlük haberimiz beriyatımız yığıp gelse yüzlügen näse çıkıdı. Vaktimiz kısa boğallığı için en asaslık temalarını, meselelerini huzuruna sunayım dep turuptuk hazır. Tünügün elanımızı beğendik. Bu yılki resimimizni bir körsek 2022 yılın nimeler boldu dep elan berdik tünügün. Bu resimni aldı bilen körüştüm burun. Nime üçün muş resimni tanlığanlığımız hakkında bir yığız gap kılsam hem de. 24 noyabrdaki Ürümçideki bu eçinişlik Xitayning cinayetinin neticesi de meydana gelgen ot faciası da 40'tan artık qilindişimiz vahşilerce öldürüldü. Ruhları şad bolsun. Ama şu cinayetin kin bütün Xitayda bolsun dünyada zilzile qozulgan, nayeti çoğun qulğuluk qozulgan bir iş boldu 2022 yılı. Bizler üçün mü, hem dünya üçün mü? Bunun din keyin Xitay hazır bütün özününki qamal siyasetini boşlup, vətənimizdə qılmagan bolsunmu, özününki bu hata siyasetin keyniga çekinip, özünün təxtidindən ənsirgən Xi Jinping hazır həmmini eçib ötüşdən ibarət nəsin yol qoyuyatıdı. Və çət əldə nurgun davanınki qaytıdan bir gün tərtibə kelişigi səbəb bolğan bir vaqalik bolğanlığı üçün biz baş temamızga bu resimni koyduk. Hem açarçılık siyasetini bildirgen resimler. Programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık naq meydanını tarqıtılıp bütün qeyindaşlarımızınki köpleyen yadaga oluşu beriş üçün hem bahirlep qoşuna hem unutmayıslar programımızı. Onda olsa biz aldı bilen çet eldeki muhim näsler kirişten burun vətənimiz Şərq Türkistan'da boğan, yani en muhim bir qançısından tilgə alıb Xitayning vətənimizdə qılıb atqan cinayətlərini bir əsləb ötəyli. Çünkü həmməsini tilgə alsam, yuqur diginimdək bir yıl cəryanında hər gündəgidək Xitayning meyli baylığımız məsələsində bolsun, məsələn, Şərq Türkistan'dakı bulantalan qatnaş liniyasını davamlıq kengaytməkdə Xitay. Yenə kiləyli, sözləb tüketkisiz cinayətlər var bir vətənimiz qılıb atqan. Mesela Xitay her günü tarımdan 100 milyon kubmetre tabii gaz bulantadan kılmakta. Yani kelsek Xitay Şərq Türkistan'dan bulantadan kılgan tok baylığı yıl sıra eşitmekte. Mavzuluk haberlerimiz. Xitay 600 milyar kilovatın artıq tokni Xitayga toşuğan degenden ibaret mesela baylığımızla alakadar. Tarım neftikiden yılga 17 milyon tonun artıq neft tabii gaz bulantadan kılmakta. Ve yine tez keleydi. Xitay virus bahanesi bilen Şərq Türkistan halkını qırğın qılmaqda mavzuluq. Mesela şu temaga oxşaydigan haberlerden biz yıl boyu yüzlügen hatta onun dümeci haberini sunduk. Hammalarning esida bor. Yana kelsek Xitay qırğın qilish usulini o'zgartdi. Mesela bu mu Şərq Türkistan xalqi xalqaro müracaat qildi. Mush qamal siyasetida xalqimizning echinishlik ko'rinishlar Uyg'urlar noma'lum suyuqlikni içişke mecburlanmakta mavzuluq. Atalmış virüs çeklemesi bilen ve Ürümçide qamal qılınğan xalq qardı qaldı mavzuluq. Haberlerimiz qırğınçılıq cinayetini davamlaştırmakta mesela öylerde qarap bakaylı. Ve başka yana ayırıp qamalgan xalq öldürgülü elip kelgen bolsan rastığını eytdi. Yani candan jaq toyguzduğu Xitaylar. Şundaqla Xitayning Şərq Türkistan halkını bastırışı devam kılmakta ve başka yeniden kurulup atkan şekli özgergen ceza lagerleri dikkat kozulmakta degендek xil mavzularda bu yıl içinde hesapsız, sanaksız haberlerini sunduk. Kündülük haberimizni körüp atkan halkımız elbette
bilidi bunu hammamiz yuragimizda his qilib turyapmiz. Yani vatanimizda mayli bayliqimizni bulaşması olsun, mesela yuqumdan aldığını eliş tizgirleşini qilchi bo'shatmaymiz degandek bu Mashinurininki. Ve başka mesela Şarq Türkistan'da Xitoylashtirish hareketini texamba kengaytirganligi haqidagi Xitoy amaldorlarining xabarlari. Shundaqla Xitoy islom dinini burmalash siyosatini qayta ta'kidladi mavzuliq xabarlarimiz. Xitoy o'z madaniyatini majburiy tengish haqida maxsus yig'in ochdi va Sharq Turkiston xalqini assimilyatsiya qilish kelishimi imzolandı degandek bu turdagi mayli madaniyat jihatdagi assimilyatsiya bo'lsin, bütün öylerimiz mesela şu milli uslub mescid camilerinin çekilişi bo'lsin, to'xtamay şu virus bahanesi bilan xalqimizni aylarca qamab ichinishliq şu ijtimoiy uchur vositalarida chiqqan sinlarni hammasini yil bo'yi ko'rib o'tdik. So'zlasak tugamaydi. Bayliqlarni shunda kun siri yangidan chiqayotgan bayliqlarni to'xtamay to'shiyotganligi. Xitoy e'lon qilgan sonliq ma'lumotni berishga majbur bo'lsakmi, uning amaliyotda nurg'un mustaqil organlar tarafidan Xitoyning asla rost ma'lumotni e'lon qilmaydiganligi, hisobsiz bayliqni to'shiyotganligini har birimiz bilamiz. 24 soat ziminimizning ostidanmi chiqayotgan to'xtatmasdan hem tömür yol to'shiyotgan bayliqlarning hisobi yo'q hamda. Bütün Şarq Türkistan'daki cinayetleri yani maxsus faqatlam shuni paranglashsakmi yillik dokumentimizda saatlarcha paranglaştırgan cinayetlerini qildi. Buni yil bo'yi huzurunlarga sunib o'tdik. Hamda shunga boshda kirishda buni bir tilga ilib o'tibman. Bevosita chet eldagi mushu Xitoyning bu jinoyatlarga chet el davlatlarda nimalar bo'ldi, tashkilotlar nima ishlarni qildi masalan bu haqda şu mushu mazmunlarda bir xabarni sunib qisqa şekilde bir sunub o'taylik deb huzurunlarga turyapmiz. Qani başlasak onda bo'lsa 2022 yılning 1-kuni, 1-ayning 1-kunidagi Xitoy internet nazoratini chet ellargacha kengaytganligi haqidagi xabar berildi Washington Post gazetida. Butunlay mush chet eldigacha mushu to'g'ri bir yumshoq detallar orqali jamoat fikrini analiz qilish yumshoq detallar orqali Twitter, Facebook, YouTube qatorliq chet elda Xitoy o'zi cheklaydigan bu narsalarning hammasini chet eldagi shu o'ziga qarshi mayli Uyg'urlarning ichidagi siyosatchilar bo'lsin, Tibetlar bo'lsin yoki Xitoyning o'zining millatidan bo'lsin, butunlay shu o'ziga qarshi faoliyat qilayotganlarning hammasini nazorat qilish, ularni ta'qib qilish qatorliq nurg'un jinoyatlarni qilayotganligi haqidagi internet to'rini chet elda shu erkin dunyoda Xitoyning qanday nazorat qilayotganligi haqidagi bir xabarimizda bu yilning o'tgan yilniki 5-ligi. Shundaqla ikinci bir xabarimiz kelsak, İstanbul'da Xitoy ustidan ariz sunuldi mavzuliq. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı. Bu yerda butunlay shu advokatlik kiyimini kiygan masalan bu yerda bu axborot e'lon qilish yig'inida advokatlar Guldan So'nmaz, Rumaysa Kabakoğlu, Halil İbrahim degandek nurg'un advokatlar hammasi. Bu yerdagi chet eldagi shu Sharq Turkiston xalqi yollagan advokatlar yani taklif qilgan o'zininki advokatligini qilib berish uchun o'zininki vatanda ailesining beshiga kelgan bütün fojialarni hammasi shu advokatlarga belgalash uchun bu bir to'p advokatlar hammasi yig'ilib bu yerda har xil shaklda vatanda jazolangan, hattoki Turkiya fuqarosi bo'lgan kishilarning Sharq Turkistonda qanday Xitoyning bostirishga uchrayotganligi haqida shu bosh taftish mahkamasiga bu advokatlar birlikda jinoiy ishlar ariznamasi sunish uchun bu yerga kelib sungandan keyingi axborot e'lon qilish nimasi ham bu yerda Xi Jinpingdan boshlab jazo lagerlari mas'ullari hammasiga qarshi Xitoyning bexatarlik idorasi amaldorlaridan 112 kishining ismlari birdan tilga ilingan shaklda sudga tortilishi haqida sunilgan bir bayonot edi bu. Xo'sh, kelsak ham bir xabarimizga. Arab islom dunyosi uchun Sharq Turkiston haqida cho'ng tutgan muhokama yig'ini o'tkazildi. Mavzuli xabarimiz bu 4-yanvarda 2022 yil 4-yanvarda Arab islom dunyosi qartilgan shu butunlay Sharq Turkistondagi xalqimiz tortayotgan
bütün bu içinişlik vaziyetini gün tartibga keltirish uchun ochilgan bir yig'indi, muhokama yig'ini. Albatta bu yerga Xalqaro Sharqshunos Tashkilotlar Birligi, nurg'un islom va xalqaro munosabatlar tadqiqot markazi degandek organ tashkilotlarning hamkorligida o'tkazilib, bu yerga nurg'un axborotchilar arab dunyosidagi va tadqiqotchilar qatnashib, Sharq Turkistondagi ichinishlik fojiani kun tartibga keltirgan bir yig'in bo'lgandi bu. Xo'sh, yana kelsak, keyin bir xabarimizga. Istiqlol televiziyasi jurnalistlar kunda mukofotga erishdi. Albatta, bu biz uchun bir faxrlanishga tegishli bir ish albatta. Xalqimiz nomidan xizmat qilyapmiz. Turkiyaga joylashgan xalqaro media jamiyati 10 yanvar jurnalistlar kuni munosabati bilan namunalik jurnalistlarni va axborot organlarini mukofotlash nimasida bu yerda Istiqlol televiziyamizni reisimiz Abdulvaris Abdulxoliq apandim bu qatorda mukofotlandi. Marosimda TRT Arabcha, BBC Arabcha, Vatan va qatorliq boshqa nurg'unlagan kanallarniki bo'lib arab dunyosiga programma sunduğan kanallarımdı. Çünkü İstiqlal namı məxsus Arab dünyasına sunuyatqan kanalımız boğallığı üçün Arabca şu yerdə qılğan xizmətlərini təqdirləb mükafat təqdim qıldı. Bizə rəiski vakalətən Muhammed Ali Atayurt qəbul qıldı mükafatını. Xoş, yəni bir xəbərimiz gəlsək. Saudi Arabistanın İstanbul'daki baş konsulxanası aldıda namayış ötküzüldü. Bu əlbəttə bu yılın içindəki qançılığan qətim günlük xəbərimizdə bəduq. Bulub şu Saudi Arabistan'da tutulup ketken şu Hamdullah Vali'den olan bilen Nur Muhammed Rozi'nin sürtünü düşürülgen şekilde namayışçılarının kızımı ba degендek. Bir yerde bu qaytırılış, Xitay qaytırılış meselesi tilgə elinğandayken halkımız çıkıp bir yerde 10 yanvar günü ötküzülgen bir namayış. Qaytı köplep tilgə elinğanlığı üçün bu yıldaki mesela ötken yılqı mühim alqı dokulatımızdaymış 2021 yıldaki bularning meselesi tilgə elinğan. Hazırgacha ta 2020 yılı 11 ayının 20 günü uydan tutup ketilgen bu işkeylen ve onun keyinden işkin bir haber kelsek, keyinden münasebetli bir haber. Aqıstiki Saudi Arabistan 4 Uyg'urni darhol qo'yib berishga chaqirildi. Nimishqa deganda, ikkisidan keyin yana bu yilgi eng kun tartibga xalqimizni qayg'uga solgan bir xabar. Buxalcham Abdullah va uning 13 yoshli qizi 30 mart kuni Makka atrofida tutilgan. Ashlag'i munosabati topamdi. Hozirgacha bu 4 Uyg'urniki mayli yuqoridagi ishkaylan va bu 13 yoshli qiz bilan Buxalcham Abdullahning hech qanday nimasi yo'q hozirgacha. Bularning ahvolini darhol qo'yib berishga chaqirib bu yerda qilingan va oxirida Saudiya Arabistonidagi Uyg'urlarning jiddiy ahvoli andish qo'zg'amoqda. Keyin masalan 9 aprel kuni bu Buxalcham Abdullah bilan 13 yosh qizi Saudiya tarafidan bir mashinaga o'ltirilib priyatga elib minganligi bir qisqa bir sin chiqqan tamdi. Bundan keyin bir jiddiy kun tartibga kelgan edi shu vaqtida. Demek bu töteylerinin hazırgacha hiç qandaq izdirik yok ve şundaqla bu yılmı hem nurgun gündülük xabarlarımızda tilgə eylendi. Marrakeş'te tutuluyatqan İdris Hasan qarindişimiz hazırgacha 2021 yıl 19 iyul Xitayning talep bilen Marrakeş tarafından tutulgan hazırgacha hiç qandaq bir taraqqiyat yok, tutup turuluyatdı. Bularning albatta tez suratda erkinlikka chiqishini orzu qilamiz. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak. Turkiya Tashqi ishlar ministri Xitoy ziyoratida Uyg'ur masalasini o'ttirg'a qo'ydi. Mavzuli xabarimiz. Albatta bu xabarmi 12 yanvar 2022 yili Xitoydagi ziyoratni boshlagan Mavlud Çavuşoğlu Wang Yi bilan ko'rishgan shu suhbat jarayonida Uyg'ur Türkler qatorliq kun tarafimizdagi masalalar to'g'risida fikrlarimizni, umidimizni va Uyg'urlar masalasidagi sezgurligimizni Xitoyga bildirdik mavzuliq xabarimiz edi bu. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, masalan, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Istiqlol televiziyasiga hujum qildi. Mavzuliq xabarimiz albatta bu 2022 yildagi eng muhim xabarlarning bir tanidi. 14 yanvar Xitoy bu Wang Wenbin muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazgan vaqtida Istiqlol televiziyasiga hujum qilib, jazo lagerlari masalasini burmilg'anligi
bizning burmulğanlığımızdan atalmış şimdi. Bunu ilgili sürdü çünkü bir yerde Xitayning özünün kanılı Wang Wenbin'den CGTN kanalındaki bir muhbir şu Şarq Türkistondagi irqiy qirg'inchilik hozirgi Xitoyning qilayotgan bu jinoyatlar haqidagi bir savol so'rab shu davomli Adrian Seniz apandininki kun taraf keltirayotganligini so'ragan vaqtida buning qanday qaraysiz degan vaqtida Istiqlol televiziyasini tilga ep turib Adrian Senizning 900 mingdan 1 milyon 800 minggacha bo'lgan kishining sistemalik tutib turilayotganligi lagerda bu so'zni shu Istiqloldan iborat Turkiyada so'zi shu. Türkiye'deki İstiqlal Televiziyası degan taratquv organining hech qanday amaliy isbot bo'lmagan bir xabari bu degan shaklda bo'xton qilgan bo'ldi bu Xitoy. Albatta Abduqodir Yapchan bizning kanalning doimlik mehmoni Abduqodir Yapchan o'xshash shu radikal tashkilotga terrorlik tashkiloti Islom harakatining katibishi u bu degandek bu safsatisini setib bildirildi Xitoy. Albatta bizning doimlik mehmonimizning kimlar ekanligini sizlar albatta yaxshi bilasizlar. Xalqimiz uchun xizmat qilayotgan. Albatta Xitoyning bundaq bizni ayıplashi bizlar uchun bir sharaf medali bizning dushmanimizning buni tilga elishi. Birinchi qatimliq masala emas. Xitoy 2020-yil 6-oydami Xitoyning Yashar vaqt kezdiki maxsus yozilgan shu yerdagi maqoldimi bizning maxsus tilga ilinib turib Istiqlol televiziyasiniki bo'lgunchilikni tashviq qilgan radikal doim radikal shaxslarni ekranga chiqarib degandek bu safsatini satqan edi Xitoy. Albatta bu bizga qilayotgan maslanga bo'ldi. Bizning to'rbatlarimizga, mulozimiyatlarimizga masalan ijtimoiy taratquv hisoblarimiz qilayotgan hakkerlik hujumlari albatta buni hisob qilmagandimi bu shaklda davomli hujum qilyapti. Qilsin qana. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Daniya Xitoyning jinoyatlariga qarshi aniq maydonni e'lon qildi. Mavzuliq xabarimiz. Albatta bu shu olimpik tanarakat musobaqasi. Bu aslida faqatlam Daniya emas, chunki yil ichida ayrim ba'zi nurg'un davlatlarning shu qishliq olimpik tanarakat yig'iniga qatnashmaslik uchun qatnashmagan davlatlar o'zining diplomatik boyqut qilganligini e'lon qilgan davlatlar albatta shu 4-fevraldan 20-fevralgacha Xitoyning poytaxti Beyjingda o'tkazilgan bu yig'in qarshi, chunki ayda Uyg'ur xalqini qatliam qilayotganlik uchun, irqiy qirg'inchilik yurgizayotganlik uchun biz bundaq bir davlatda o'tkazilgan nimaga qatnashmaymiz deb, masalan Amerika, Avstraliya, Angliya, Kanada, Shotlandiya, Litvaniya, Daniya, Gollandiya va Kosovo qatorliq davlatlar diplomatik boyqut qilganligini e'lon qildi. Shuning jumlasiga bir xabar. Xo'sh kelsak, yana bir xabarimizga. Fransiya parlamenti Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Bu 20-yanvar mutlaq yuqori ovoz bilan Fransiya parlamentida qaror ma'qullab, Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi va Makron hukumatini bu qarorga ovoz qo'shishga chaqirdi. 169 ovozning qo'llashi, bir ovozning qarshi turishi, 5 ovozning voz kechishi bilan ma'qullangan bir qaror bo'ldi. Albatta muhim bir 2022-yildagi muhim ishlarning biri bu albatta. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Istanbulda Beijing Olimpiyaga qarshi axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Ya'ni yuqoridagi olimpik uchun nurg'un davlatlar albatta vatanimizdagi Xitoyning jinoyatlari sababli diplomatik boyqut qildi. Tashkilotlarimiz albatta dunyoning har qaysi joylaridagi shunday norozilik bayonotlarini e'lon qildi. Beyjingdagi olimpik qarshi shaklda 24-yanvar 1-24-kuni Tantarbiya jamiyati boshchiligida va boshqa tashkilotlarning mas'ullari qatnashib yuzlagan kishi bu yerda irqiy qirg'inchilik olimpiyaga qarshi turaylik shiori bilan Turkiyani ham bu harakatga chaqirib bir namoyish o'tkazilgan bo'ldi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Yaponiya parlamenti Uyg'urlarga aloqador qaror ma'qulladi mavzuli xabarimiz. 1-fevral Yaponiya Avam palatasi 1-fevral qaror ma'qullab, Kishida hukumatini Xitoy rejimining Sharq Turkiston, Tibet, Hong Kong va Ichki Mong'oliyadagi ig'ir kishilik huquq vaziyatiga qarata tadbir elishga chaqirdi. Qarorda kishilik huquq masalasi faqat davlatlarning ichki emas, Xitoy davomli deydi, ichki masala bu. Bu davlatlarning ichki masalasi emas, chunki kishilik huquq dunyoviy o'rtaq qimmat qarash, xalqaro jamiyat ko'ngil bilishga tegishli masala deyildi. Shundaqla kishilik huquq dafsandichiligi degan iboraning o'rniga jiddiy kishilik huquq vaziyati degan so'z almashtirilib,
işletildi bu Yaponiya meclisinde. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bu darhol buningga bayon raddiya qaytarib, inkos qaytarib, Yaponiyani ayni vaqtda boshqa davlatlarga tajovuz qilgan, haddi hisobsiz jinoyat o'tkazgan deb Xitoy bu shaklda javob qaytardi. Xo'sh, endi bir xabarimiz kelsak, Erkin Tunyazning dokulati Xitoyning jinoyatlarini oshkorlab berdi mavzuli xabar. Albatta, bu Shuhrat Zokirningki o'rniga kelgan bir maxluq. Huquqqa kelishdan burun buningki qanday jo'ylaganligini xalqimiz az ko'p biladi buni albatta. 27-yanvar Shuhrat Zokirning o'rniga bu rais bo'ldi. Atalmış Uyg'ur rayoni raisi. Chiqiblam necha kundagilam 4-5 kundagilam yugurib chiqib 2 fevral atalmış Uyg'ur rayoniniki 1 yillik 2021-yillik xizmat dokulatini e'lon qildi. Ammo bu dokulat shunchalik nurg'un ma'lumotni o'z ichiga oldiki, Xitoyning qilgan barliq jinoyatlarini, ya'ni son sifir bilan, sonliq ma'lumotlar bilan, yani Xitoy albatta oz e'lon qilgan bo'lishi mumkin. Shundaq taqdir, shundaq bo'lgan taqdirdami, qo'rqinchli bir jinoyatni qilganligini bu maxluqning og'zi bilan dunyo bilgan bo'ldi aslida. Qarab baqaylik, buni cho'qim tilga olishimiz kerak. 2021-yili yezi 5-emgak kuchlari deb yo'tkab ishga o'rlashtirish nomida Sharq Turkiston xalqining 3 million Sharq Turkiston xalqidan 3 million 174 ming odam qatim boshqa yurtga yo'tkaganligini tilga oldi. Shundaqla atalmış tarbiyalash markazi turli kasblar bo'yicha 2 million 214 ming odam qatim tarbiyalab, o'tgan yildagidan 79.85% oshirib ijro qildik degan sonliq ma'lumotni berdi. Mecburi emgakni qandaq sürgün qilish, jazolarga qamashni qilayotganligini bildirdi buni bilan. U shundaqla yana dokulatida yezlardagi 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni yasliga elish bo'yicha elishqi tegishliklarini to'liq elishni ishga oshirdik. O'qish yoshidagi yoshlar, yoshidagi bolalar, yosh o'smirlarning hammasini o'qitishni davlat tilida, ya'ni Xitoy tilida til yuzida o'qitishni umumiylik ishga oshirdik. Qandaq assimilyatsiya qilayotganligini xalqimizda en küçük yaslidan boshlab buning hammasini uchuq bu sonliq ma'lumotlar bilan. Yana u dokulatida yezi islohoti kab rayonlarini o'zgartirish nomida 1000 kanat mahallini ko'kartganligini, shahar bozorlaridagi ko'n o'ltiraqlarni butunlay o'zgartib, 230.500 shahar bozor aholisining Uyg'ur milliy uslubi saylangan uylarini chiqib tashlaganligi, 60.900 yurish uyini chiqib o'zgartganligi, 168.800 namrat aholini boshqa joyga ko'chirganligi. Bu hammasi Xitoyning qilayotgan jinoyatlar, o'z og'zidan e'tirof qilgan jinoyatlar. Shundaqla mushu 2021-yilda 22-yilgacha 1 million 200 mingdan ortiq kadr ishchi xizmatchi asosiy qatlamdagi 1 million 600 ming oiladan ortiq Uyg'urlarning uyga atalmış qo'shmoq tuqqan siyosati bo'yicha kirib, 383 mingdan ortiq kadr o'qituvchi, 4 million 510 ming o'quvchining do'stlashtirilganligi bir-birisidan qarab baqayli bu sonliq. Yani bunu en az tasavvur qilgan taqdirda qandaq jinoyatlarni qilganligi. Nurg'un Xitoy bilan birlikda yashaydigan mahalladan 4783, O'ltiraq rayonidan 9223 buni sağanligi. Nuqtaliq shu terrorlik u bu deb hatta 2022-yillik planni mashad e'lon qilib, atalmış terrorlik qarash turish 3 xil kuch u bu degandek buningga cho'qim o'yla aramdan tatib o'zgartishimiz kerak, tashviqotga kuchishimiz kerak. 1273 ko'n o'ltiraq rayonidagi 3900 yurish uyini o'zgartish vazifasini tamomlashni 2022-yilda planladik deb dokulat bergan Erkin Tunyaz. Qarab baqaylik bu jinoyatlarga. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak. Turkiyada G'ulji qatliamini xotirlash va Beyjing olimpiyaga qarshilik bildirish namoyishi o'tkazildi. Mavzuli xabarimiz. Albatta 25 G'ulji qatliamining 97-yildagi 25-yillik munosabati bilan shu Turkiyada masalada bu Turkiyadagi bir ko'rinish boshqa Shvetsiyada masalan yana bo'lsak Avstraliyada Adelaide shahrida, Shvetsiyada yashayotgan xalqimiz 5 fevral, Gollandiyada yashayotgan xalqimizmi 5 fevral Amsterdamdagi maydonda degandek nurg'un dunyoning har qaysi joylarida bu Urumchi qatliamini xotirlab Xitoy konsulxonalari oldida va boshqa yerlarda namoyish faoliyati o'tkazdi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xitoy Irlandiyaning Uyg'ur sudi haqidagi qaroriga norozilik bildirdi. 9 fevral bu Irlandiya Kengash palatasi bir qaror ma'qullab, Uyg'ur sud kollegiyasining bu
bultur 9 dekabrda e'lon qilingan sud hukmini qabul qiladiganligini jakarlagan. Buningga Xitoy darhol har doimgidek chiqanshib norozilik bildirib, İrlandiyadagi Xitoyning bosh elchixonasi biz Irlandiya Kengash palatasidagi az bir qism kishilarning yolg'on uchurlar biz davomli to'li anglab zerikib ketgan haliqi qiyliplashgan so'zlardi. Bizga bu töhmatni, o'ti, buti degandek bu sapsatlar o'xshash sapsat bilan qat'iy qarshi turganligini bildirdi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak. Xo'sh, Xitoy Kompartiyasiga umumyuzlik jazo yurgizish haqida qonun loyihasi sunildi. Mavzuli xabarimiz. Bu Amerikadagi bir turkum Cumhuriyetçiler Partiyasi a'zolari Xitoy Kompartiyasi mamlakatlik xalq qurultiyining barliq a'zolari va ularning bevosita tuqqanlariga jazo yurgizish haqidagi qarornoma bir taklif loyihasini sungan hamda. Xi Jinping o'zi chiqoldi. Ya'ni shu umumiy kengashdagi butun Kompartiya a'zolariga, butunlay bosh jinoyatchilarga hamda bütün bu tilga ilingan jazolarning ichida bir tilga ilingan viza bermaslikdan boshlab Amerikaga kirishni cheklash, pul muomala sistemasi Amerikaning hech qanday ishlatishini cheklash, Xitoy Kompartiyasi shu 2000 dan ortiq a'zosi jazolanib qolmay, agarda bu tasdiqlanib qolsa, bütün Xitoydagi Amerika shirkatlari bilan har qanday bir munosabat qurishiga yo'l qo'ymaydigan, hatto urug' tuqqanlardan tortib bevosita ta'sir ko'radigan. Şulağım təsir görsədikan bu məsələ. Xoş, dokulat Dünya Bankasının tarmaq orqanı Şərq Türkistandakı bastırışqa çetişlik. Yəni bu yerdəki Dünya Bankasının tarmaq orqanının Şərq Türkistandakı Xitayning jinoyatiga çetişlik ekanligi haqida bir dokulat. Angliyadagi Sheffield Hallam Universitetidagi Helena Kennedy Xalqaro adliya markazi bilan hukumatsiz tadqiqot organi Nomogaya birlikda tayyorlagan bir dokulat. Muhim bir dokulatdi. Şu Dünya Bankasının tarmaq orqanı xalqaro pul muomala şirketining Şərq Türkistandagi Uyg'ur va boshqa yerlik shu millatlarga ijro qilinayotgan majburiy emgak chetishlik korxonalarini necha 100 million dollarlik mablag' bilan ta'minlab kelayotganligi haqidagi bir dokulat. Dokulatda Xitoyning shu Chingguang biotexnik shirkati Loto guruhi, Shije Yanguang guruhi, Jiujotong dorigarlik guruhi degandan iborat bu 4 shirkatiga 486 milyon dollar bevosita qarz bergan va pay mablag'i solgan hamda. Bu tilga ilingan bir dokulat. Mushu hattoki mushu dokulat tilga ilindi, majburiy emgakka selish, majburiy yer zamin egilib olish qilmishiga bevosita qatnashgan va manfaatlangan yuqoridagi 4 shirkat. Bu Dünya Bankasınınki xalqaro pul fond tashkiloti pul bilan ta'minlagan bu 4 shirkat. Hamda hech qanday nazorat qilinmagan mushu xalqaro pul muomala shirkatining Xitoyning bu 4 shirkatininki vatanimizda nimalarni qilayotganligini nazorat qilmagan shaklda qilganligi uchun Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish jinoyatini unumli qo'llaganlik amaliyoti bu degan shaklda dokulat chiqarilgan. Masalan, keyinimizga xabar kelsak, Dünya Bankası Sharq Turkistondagi bostirish to'g'risida ogohlantirildi. Yuqoridagi xabarga munosabatli bir xabar. Amerika parlamenti Xitoy ishlar ijroiya komiteti 11 aprel Dünya Bankasının boshlig'i David Malpassga maktub yozib, shu masala va bu yerda 4 shirkatni shu tilg'angan 486 million dollar ta'minlaganligi. Buni agarda bu to'xtatmagan taqdirda Dünya Bankası bu Xitoylarni bunday pul bilan ta'minlashni komitetning Amerika Moliya ministridan Dünya Bankasının Amerika ijroiya direktoriga aloqador har qanday qarz berish yoki iqtisodiy yordam berish qarorlarini rad qilib ovoz berishga buyruq tushirishni talab qilganligini bildirgan. Mush shaklda hamda nurg'un yerlarniki chetishlik chiqib qolishi ajoyib bir masala hamda shu tilg'ilinayotgan mezgilda. Xitoy bu yillik surgun va jazo lageri planini oshkorladi. O'ylab boqaylik, butun to'xtamasdan butun dunyodan bu har xil jazolar berilayotgan, ayblanayotgan mezgilda Xitoy nomus qilmasdan butunlay e'lon qilavergan gapda Xitoy tashviqot organi taqdirlarini 15 fevraldagi xabarda Adam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat xizmati yig'ini ochilib, o'tgan yillik xizmat xulosalangandan keyin bu yillik planlarni o'tirib qo'yib, 2022-yil atalmish yezlardagi emgak kuchlarini yo'tkab ishga o'rlashtirish bahonasi bilan Sharq Turkistondagi 2 million 750 ming kishini boshqa yurtlarga surgun qilganligini e'lon qilgan. Yani bunun tafsilotini albatta ba'doq biz o'tgan xabarimizda va tarbiyalash masalasida 1 milyon 500 ming odam qatimda, yani atalmish
ma'rif bo'yicha tarbiyalaydiganligini, ya'ni Xitoy davomli tarbiyalash markazi deydigan degandek bu shakldagi jinoyatlar. Xitoy Uyg'ur madaniyatiga aloqador zo'r turkumdagi organlarni amaldan qoldirdi. Bu yilqi nihoyatda echinishli xabarning birisi. Bizningki madaniyatimizni tutib turayotgan shunchalik besimning ostidami ancha-muncha xalqimizga qo'ldan kelgancha xizmat qilayotgan organlar qarab boqayli. 22 fevral organ to'rida atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq xalq ishlari nazoratining organ to'rida e'lon qilingan bir xabar. Bu xabarda 160 ga yaqin masalan bu yerda zo'r turkumdagi jamiyat, maktab, uyushmalar o'z ichiga olgan 160 ijtimoiy tashkilotni amaldan qoldirgan. Bunun için mesela tizimlik qarab baksa Uyghur Klassik Edebiyat ve Muqam Tadqiqat Cemiyeti, Uyghur Klassik Edebiyat Tadqiqat Cemiyeti, Intil Uyghur Kasbi Mektebi, Miraç Texniki Mektebi, Çikra Rayonu Sodi Cemiyeti, Atlan Kasbi Texnik Terbiyeleş Mektebi, Aqyar Kasbi Texnik Terbiyeleş Mektebi, Servi Kasbi Texnik Terbiyeleş Mektebi, Dolan Dehqan Ressamlar Uyuşması degandek bütünlay xalqimizga bir şekilde milli cihatdan xizmat qilayotgan, tarbiyalayotgan har xil o'rinlardi. Buni butunlay amaldan qoldirganligi haqidagi xabardi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Dünya Ayollar kunida Turkiyada Xitoyga qarshi zo'r ko'lamlik yurish o'tkazildi. Mavzuli xabarimiz 8 mart bu. Albatta, bo'libmi shu Turkiyadagi bu faoliyatga Turkiyaning 60 necha viloyat shaharida bir vaqtda o'tkazildi. Bulup Xitoyning albatta Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati tilg'anib ayollar, kichik bolalar buningmi davomli xabarlari chiqib turayotgan ekan. 8 mart kundan foydalanib Sharq Turkiston ayollarining, farzandlarining, bolalarining tatiyotgan ig'ir ichinishli holatini kun tartibga keltirish uchun o'tkazildi. Ko'k yurish demasdiki mazkur yurish faoliyati Nuzugum jamiyati va boshqa Turkiyadagi yerlik jamiyatlarning birlikda uyushtirishi bilan Şam namazından keyin Fatih Camisi'nin aldıdan yürüyüş qilib, menib nihoyatda ayvatlik bir faoliyat bo'lgan tamdi. Xo'sh, tashkilotlar birligi yana birisi kelsak, tashkilotlar birligi Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar yig'ini haqida bayonot e'lon qildi mavzuli xabarimiz. Bu 22 mart Pokistonningki poytaxti Islomobodda o'tkazilgan Islom hamkorlik tashkilotining 48 navbatdagi tashqi ishlar ministrlari yig'ini haqida bayonot e'lon. Nimishqa bayonot e'lon qildi? Chunki mushundoq bir islom hamkorlik tashkilotining yig'iniga numussizlarcha butun dunyodagi eng ig'ir jinoyat qilayotgan musulmonlarga, islomga butun haqoratni qilayotgan Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi taklif qilindi. Hatto kuzatuvchi a'zo sifatida o'ylab boqaylik. Shu vaqtlarda nihoyatda kun tartibda nurg'un suhbatlarni qildik bu vaqtda biz albatta. Bu chaqiriqda tashkilotlar birligininki raisi Davlatullo O'zxon apandim mushundoq bir yig'inga mazkur tashkilotning va a'zo musulmon davlatlarining Sharq Turkiston masalasida passiv bo'lishi va sukutda turib olishi, shundaqla Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilib, islom va musulmonlarga qarshi siyosat yurgizayotgan Xitoydan iborat bugungi mushu jinoyatchini kuzatuvchi a'zo bo'lib qabul qilinishi intayin ichinishli bir ahvol deb bayonot e'lon qilgan va bu cho'ng bir xatolik bo'lganligini bildirgandi va Turkiya tashqi ishlar ministrigimi, chunki bu yig'inda Bati Turkiya tashqi ishlar ministrimi buningga maxsus dokument sunilgan tamdi shu yuqorqi bayonotda. Va Mavlud Chavusho'g'li Uyg'urlar haqida muhim so'z qildi shu yig'inda. Yuqoridagi fojia bu, lekin Mavlud Chavusho'g'li bu yig'inda alhamdulillah ish qilib boshqa hiçbir devletin ovoz chiqmagan bo'lsa-mu, bu yerda ham islom dunyosiningki o'zini bir silkib o'tish kerakligi haqida do'st yig'latib aytar degan so'zi bilan biz nihoyat tafsiliy baydoq takror deb o'ltamayman. Chuqum o'ziga kelishi islom dunyosiningki o'zlarining masalasini o'zi hal qilishi kerakligi, Xitoydagi Uyg'ur turklari, boshqa musulmonlar diniy kimliklarini va milliy madaniyatlarini qo'g'dab qilishda qiyinchiliklarga uchrayotganligini so'zlab, shu ta islom dunyosining Sarayevodan Urumchigacha va boshqa sanab kelib, shu Uyg'urlar tatiyotgan shu ahvollarga biz quloq solyapmiz. Uyg'ur turklarining ahvolini ko'rmasga silish to'g'rimi deb savol qo'yib, yani Uyg'urlarni qanchilgan qatam o'zining so'zli tiliga olgan asosda nihoyat kuchli bir so'z qildimi bu yerda. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Twitter Xitoy to'g'ri qo'shiniga qarshi kuchli tadbir qo'llandi mavzuli xabarimiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta hammamiz bilamiz, bu numussiz Xitoy rejimi o'zi
Xitoy o'zining fuqarolarini Xitoy ichida ishlatkili qo'ymaydigan masalan xalqaro mayli Facebook, YouTube, Twitter bo'lsin. Mushu ijtimoiy uchurlar dunyoga ta'sir ko'rsatadigan bu ijtimoiy uchur vositalarini o'zi cheklang, ammo butun diplomatlari, Xitoyning barliq organlari chet elda bo'lsa uchun nomussizlarcha o'zi cheklagan narsani ishlatib turib, butun dunyoni aldash uchun yillardan buyon ta'tir tashviqot qilyapti. Twitter'ninki olgan mushim intayin bir aqilona qadam deb qaraymiz albatta buni biz. Bu Xitoyning yolg'on tashviqotiga qarshi organ taratqularının Xitoyning har qanday diplomatlar bo'lamdi, organ taratqullari Xinhua bo'lsin va yoki boshqa Xitoyning nurg'un kanallari va chet elda inglizcha, arabcha nurg'un xabar sundigan yolg'on tashviqot ilib bordigan. Bularningki hisobi bo'lgan, masalan, Twitterda bo'lgan butunlay hisobotlarga ash xabarning ustiga ham alayda bir nim bilan ishoratlan xabaringiz bo'lsin deb apelsin ranglik undash belgisi qo'yib turib nima qilsa bu xabarniki ta'minlovchisi bosh manbasiniki Xitoyning rasmiy organi paloniyaga bog'liq ekanligini ogohlantirib qo'ydi. Hatto uni ham baharlaydisimi? Ham baharlashdan burun normal ham baharlik olmaydigan esingizda bo'lsin bu Xitoyning paloniyaga bog'liqlik deb ogohlantirish berib qo'ygan shaklda askartish bergan shaklda bu qaror hamdi. Nihoyat yaxshi bir aqilona qaror bo'lgan. Amerika Xitoy irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomliq ijro qilmoqda bir dokulat bu. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 12 aprel 2021-yillik har qaysi davlatlarning inson haqlari dokulatini e'lon qildi. Bu dokulatda Blinken shu dokulatning ichidagi maxsus Xitoy tiliga ilingan babda Xitoy rejimining kishilarni xohlagancha tutqun qilish qilmishlarining texmo ko'payayotganligi, Uyg'ur va boshqa millatlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatlarning davomli ijro qilinayotganligi Xitoyda ta'kidlab o'tib, Hong Kong masalasida Xitoyningki yuksak avtonomiya tuzumini vayron qilganligini, Tibet xalqini sistemalik bostirganligini tilga oldi. 90 betlik qismi bu dokulatda butunlay Xitoyga munosabatlik, xohlagancha tutqun qilish, siyosiy maqsad bilan qonunsiz o'ldirish, mecburi g'oyib qilib o'tish, qiynash, rahimsiz va pastkash vositalar deganda, ya'ni so'zlab kelsak, ash mazmunlarning hammasi birdan-bir tilga olindi. Va nomussiz Xitoy yana har doim qadar yugurib chiqib javlagan muxbirlarning kuchli yig'inda Xitoyga qarshi surkidi, qo'sh o'lcham qo'llandi, ana qildi, mana qildi degandek shu sesiq gaplari hamdi. Shuning bilan raddiya qaytirdi hamdi Xitoy. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xitoy mecburi emgakka qarshi turish ahdinomasini imzoladi. Qarab boqaylik Xitoyning nomussizligini. Ya'ni dunyoni uni qilib, buni qilib, ya'ni qanday qilsam bir dunyoni oldiya olaman deb shuning ham xiyolida. Amdi esimga keldimi degisi keldida insonniki o'ylab boqaylik. Mushu irqiy qirg'inchilik eng kun taraf turayotgan mazgil Sharq Turkistondagi mecburi emgak masalasi tilg'ilinayotgan vaqt Xitoyning memleketlik atalmış memleketli xalq qurultayı daimi komitetining 34-ci qatimliq yig'ini 20 aprel yapılgan. Mazkur yig'inda 1930-yildagi mecburi emgak ahdnomasi va 1957-yildagi mecburi emgakni bekor qilish ahdnomasiga Xitoy uxlab qopib amdi imzo qo'ydi. Qarab boqaylik. Chunki Xalqaro emgakchilar mutaxassislar birlashmasi mutaxassislar komiteti 2-oyda Xitoydagi va Sharq Turkistondagi boshqa millat va dinga e'tiqod qilgan xalqlarga qilinayotgan muomalalarga qattiq diqqat qilayotganligini o'ttirib qo'ygandan keyin mushu majburiy emgakka selishni amaldan qoldirish ahdnomasiga Xitoy andin imzo qo'ygan. Bu chunki nemishqa bu vaqtda imzo qo'ydi? Yevropa ittifoqining Yevropa Xitoy ikki taraflik mablag' selish kelishimidagi shartlarning biri shu imzo qo'yishganda amdi imzo qo'ydi. Joe Biden bultur yani 2021-yil 12-oyda Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonuniga imzo qo'ygan tamizga ma'lum buni esimizda bor. Agar şirketler, Amerikadagi şirketler 6 oygacha o'zining mollarining majburiy emgak bilan yasalmaganligini isbotlagan bo'lsa, Amerikaga kirolmaydi. Birdamdagi o xabarning tafsilotini beramiz. Lekin bu yerda Yevropa bilan Xitoyning munosabati masalasida bu ahdnomani imzolagan bilan Xitoyning faqat bu yerda obraz Xitoy bilan imzolab qo'ydi, amaliyotda bu ishga oshmaydi bu deb bildirdi. Lekin Yevropa ittifoqi savdo uyushmasining raisi George Woodki agar Xitoy Sharq Turkistondagi siyosatni haqiqiy turda o'zgartmasa, Xitoyning kechikib bu ahdnomani tasdiqlashining Yevropa ittifoqining pozitsiyaga
ta'sir ko'rsatmaydi. Biz Yevropa İttifaqı tegishli ishni qilamiz agar Xitoy amal qilmas degan shaklda bayonot e'lon qildi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, lager şahitleri BDT baş shtabi oldida namoyish boshladi. Yıllardan buyon albatta bu lager şahitlerimiz dünyanın her qaysi joylaridan nurg'un ajoyib kuchlik bayonotlari bilan, guvohligi bilan dünya kun tartibida eng kuchlik axborotlarda, eng kuchlik shaklda Sharq Turkiston xalqining ovozi bo'lib kelganligini hammamiz bilamiz hamda. Nəhayət içinişlik Xitayning jinoyatlarini kuchlik bir oshkorlagan qahramonlarimiz bular albatta. Bu yerda Jenevada Yevropa bu to'taylan 25 aprel BDT'ning Jenevadagi bosh shtabi oldiga yig'ilib, Sharq Turkiston BDT amaldorininki Sharq Turkiston ziyorati va shu Sharq Turkiston haqidagi dokument haqida namoyishni boshlagan. Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'xtatib Bachilitninki shu vaqtida shu chuqur adil bir dokument e'lon qilishdi. Dokument e'lon qilmagan vaqtida bu. Shu shaklda oldida masalan Google'ga Uyg'ur deb yozing, Uyg'ur deb Google'dan tekshiring, yani tekshirsangiz ham chiqadiganligi haqida Uyg'ur genocide, ya Uyg'ur irqiy qirg'inchilik deb tekshirsangiz nurg'un masalaning chiqadiganligini bir ishorat berish uchun ham lager mahbuslarining kiyimini kiygan shaklda bir diqqat tortish uchun bu namoyishni qilgan. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, dokulat Xitoy Uyg'urlarga yer shari xarakterlik zarb bermoqda mavzuliq e'lon qilingan bir dokulat. Amerika aqlan bir Wilson markazi tomonidan e'lon qilingan dokulat va hozirgacha Uyg'urlar haqida eng tafsiliy dokulat deb sifatlangan bir dokulat ham bu. Chunki Xitoyning qandaq usullar bilan Uyg'urlarni yer shari xarakterlik, yani faqatlam Sharq Turkistonda emas, Sharq Turkistondagilarni o şekilde biz bildiğin şekilde bütün vahşilik bilan bastır. Hatta bütün yer shari chet eldagilarni mi qandaq bo'zaq qilayotganligini, qanday nomussizlik qilayotganligini tafsiliy holatda e'lon qilgan bir dokulat. Dokulatning ismi Polat Saddichin Xitoyning Uyg'urlarni yer shari xarakterlik bastırış hareketi sarlavlik bir dokulat hamda. Şu bütün dünyada qandaq jinoyatlarni qilyotdi. Her qaysi davlatlarning ustida shu yashayotgan Uyg'urlarni qandaq tahdid selyotdi bu dokumentning ichida. Ariz shikoyatlarining qancha ekanligi, urug' tuqqanlarni ko'zir qilib turib vatandagi, chet eldagilarning vatandagi urug' tuqqanlarni nurg'un masalalarni tilga olingan 254 betlik mazkur tadqiqot dokumentida yaqinqi 5 yilda Xitoyning Uyg'urlarga solgan tahdidi, parakandachiligi, qattiq kontrolligi muşlarning uzluksiz kuchayganligi haqida tafsiliy bir to'xtalgan bir dokument bu. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Pokistondagi 3 Xitoy portlatib o'ldirildi mavzuli xabarimiz. Albatta bu mu zilzilaga solgan bir xabar. 2022 yildagi 26 aprel Pokistonning Karachiga joylashgan Karachi universiteti Kunzi institutining sirtida yuz bergan dahshatlik portlashdan keyin nishonga ilingan minibus butunlay kuyib vayron bo'lib 4 odam o'ldi hamda bu portlatishda. 3 Xitoyning biri Kunzi institutining mudiri Huang Guiping, qolgan ikkisi bo'lsa Deng Moping Chen Say ismli o'qituvchilar. Ve Beluchiston Azatlık Armiyasi mazkur portlatish vaqtida darhol ustiga kelib va portlatishda o'zini portlatib bu hujumni ijro qilgan ayolning suratini manbahlab biz qildik mana yana qilamiz agarda Xitoy shunday qilsa degandek bütün chunki ilgari biz hammalarga ma'lum biz davomli holatda Xitoyga har doim bu yerda hujum bo'lsa shu Beluchiston Azatlık Armiyasi Xitoyning bu atalmış bir belbaq bir yo'l bu siyosatiga qarshi hujum qildiganligini agar to'xtamasa davomli bildirib kelayotgan bir tashkilot ham bu. Shu shaklda chunki bizning boyligimiz bu yerdagi biz foydalanmagan Xitoy bu yerga xohlagancha bu ishni qilolmaydi degan shaklda. Xo'sh, Xitoyning yana 7,5 million kishini jazo lageriga qamaydiganligi ma'lum bo'lmoqda. Bilib qo'ying. Buni taqa, bu vahshiylikni to'xtat deb jazolar berilayotgan bir tarafdan. Bir tarafdan shunday nurg'un bayonotlar chiqayotgan mezgilda yana Xitoy atalmış Uyg'ur avtonom rayoni kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash, yani atalmış
Çünkü lagerdakilarni shunday deb atadi-ku. 14-yillik 5 yillik yirik planni e'lon qilib, kelgusi 5 yil ichida 7,5 million kishining jazo lageriga qamaldiganligini ko'rsatib bergan bir xabar bu. Tangritog 26 aprildagi xabarda şu 2021 yildan 2025 yilgacha Sharq Turkistonda 7 milyon 500 ming odam qatim turlik atalmış kasbiy mahorat tarbiyalash markazida tarbiyalanishi kerakligini bildirgan bir xabar. Qanot yaydirmiz biz bunda. O'ylab boqaylik. Yani numussizlarcha dunyoga buni e'lon qilgan Xitoy. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak. Zumrat Davudning lager hayoti tasvirlangan xabar xalqaroliq mukofotga erishdi. Bu albatta bu dünyadaki nüfuzluq şu Pulitzer mukofoti yani. Bu mukofot axborot, adabiyot qatorliq sohalardagi nadir asarlar uchun ta'sis qilingan mukofot bo'lib, 9 may e'lon qilingan 2022 yili 9 may. Mukofotning rasmlik xabar va obzor turiga lager shoidimiz Zumrat Davud xonimniki lager, jazo lagerda boshdan kechirgan ichinishliq vaziyat tasvirlangan va butun dunyoga Xitoyning lager siyosatini yo'ritib bergan bu xabar tanlanib, men Xitoyning jazo lageridan qanday qutuldim sarlavlik rasmlik xabari tanlanib mukofotga erishdi. Albatta biz bu ekrandan Zumrat xonimga rahmat aytamiz. To'xtamay chunki Xitoyning jinoyatlarini hali ham davomli kuntarib tutib turyotidi, nurg'un masalalarni oshkorlab degandek. Hozirgacha qilchilik yonmay faoliyatini davomlashtiryotidi. Va boshqa lager shoirlarimizga albatta rahmat aytamiz. Saqchi doiralarining sonliq ma'lumot ombiri Xitoyning jinoyatini oshkorladi. Bu shunda pat-pat nurg'un jinoyatlar oshkorlanib turyotidi. Har birisi biridan yana bir texim qabih shaklda hamdi. Oshkorlangan har narsa oldinqisidan texim vahshiy shaklda oshkorlanyotidi. Qarab boqaydi 14 may Amerika ovozining xabarida berildi bu xabar. Xitoy saqchilarining bu oshkorlanib ketgan ma'lumot ombirida 30 mingga yaqin Uyg'urning uchurlari xotirlanganda, buningda ismi, jinsi, kimlik nomeri, adresi bekitilgan Xitoy qanday bir atalmish jinoyat bekiti buningga jazo muddati, qamalgan turmaning adresi qatorliq hamma narsa qilingan bir dokument hamdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchi soti shu aman chiqib bu oshkorlangandan keyin Amerika ovozida biz bir qism tashkilotlar va shaxslar to'qib chiqqan Shinjon haqidagi yolg'on xabarlarni rad qildik. Jamiyat muqim, gullik gulistonliq degandek, ya'ni shu sapsatisini satdan Xitoy. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, yana bir dokument bu yil e'lon qilingan, 2022 yilda e'lon qilingan. Angliya hukumati Sharq Turkistondagi bostirishga vositalik yordam berdi. Mavzuliq bir dokument. Bu haqiqatan insonni cho'chitdi hamdi. Angliyadagi foydalmaydigan hukumatsiz tashkilot qiyin qistoqdan qutulish erkinligi 17 may Sharq Turkiston aloqador bir dokument e'lon qilib, bu dokumentda London Saqchi instituti, Xitoyning Jamoat xavfsizlik ministrligi, Xitoy Jamoat xavfsizlik universiteti, Shanxay Jamoat xavfsizlik instituti qatorliq 8 Xitoy organi bilan quyuq aloqa o'rnatganligi va ularni har xil turlar bo'yicha tarbiyalaganligini e'lon qildi. Qarab qo'ying. Masalan, mazkur institut Xitoy Jamoat xavfsizlik universitetini terrorlik qarshi mashq turi bilan ta'minlagan. Halbuki Xitoyning bu organlarining hammasi ko'pinchisi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga chetishlik bo'lib kelmoqda. Angliya buni qanday qiladi deb Angliya hukumati ham ogohlantirilib dokumentda mazkur hamkorlikning Xitoy tomonidan foydalanib ketilganligi, Xitoyning yolg'on tashviqotlar orqali Sharq Turkistondagi bostirish siyosatini atalmish terrorlik qarshi turish harakati sifatida ko'rsatishga urinayotganligi kechiringlar, Angliyaning buningga yo'l qo'ymasligi kerakligi haqida bir dokument e'lon qildi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Kanada Huawei va Zhongxingni 5G to'ri sistemasidan rasmiy chekladi. 2022 yilda. Albatta, Kanada hukumati rasmiy cheklaganligini buningdan keyin 19 may bayonot e'lon qilib, buningdan keyin Huawei va Zhongxing bu şirketlarning 5G to'ri sistemasi bu yerda faoliyat qilinmaydi degan shaklda qaror ma'qulladi va buniki bayonot e'lon qilib, bundan ilgari Amerika va boshqa muhim ittifoqdoshlari o'xshash harakatni boshlagan Kanadami o'zining ittifoqdoshlariga ergashdi bu masalada.
Xitoy Tashqi ishlar ministri bayonotchisi Wang Wenbin 20 may, 19 may bunu kararını e'lon qildi Kanada. 20 may yugurib chiqib, yana har doim qadaq dalil isbot yo'q turib, mening texnik shirkatlarimni ani qildim, mani qildim. Adolatsizlik qildim, bexatarlikni bahona qildim, u bu degandek, ya'ni shu burungi safsatisi. Hammamizga ma'lum, Amerika, Avstraliya bundan burun Angliya, Yangi Zelandiya, Yaponiya va Shvetsiya qatorliq davlatlar 5G Tori va Huawei texnikasini ishlatishni cheklagan edi bundan burun. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Tashkilotlar Birligi hay'ati islom dunyosiga chaqiriq qildi mavzuli xabarimiz. Dunyoviy adolat chaqiriqi temasida islom dunyosi qonun qurultiyiga ishtirok qilgan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullo O'zxon apandim bu masalada islom dunyosini sukutini uzun bo'lib ketdi bu sukutni buzinglar amdi degan shaklda albatta nurg'un tafsilotlari bor buniki. 19 maydan 22 maygacha shu xalqaro qonunshunoslar birlik tarafidan o'rlashtirilgan Konyada ichilgan bu yig'in qatnashib tafsiliy holatda islom dunyosiga xitob qildi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Sharq Turkistondagi jazo lageriga aloqador zo'r miqdordagi hujjatlar oshkorlandi mavzuli xabar. Mana abay dedim-ku, ya'ni bir jinoyat oshkorlansa, ikkinchi qatim oshkorlanganda birinchisidan texmi vakshitib, asaqchi ma'lumot oshkorlanadi. Ikkinchi, bu mu dunyoni zilzila solgan bir 2022-yildagi bir ichinishlik bir voqea ekan. Faqat Sharq Turkistondagi Qashqardagi bir rayon, Koni shahar rayoni, Koni shahar noyasiga aloqadorlan bir dokuz. Nimaning ichidan 2900 ga yaqin suratlar qarab baqali jazo lageridik. Bichara xalqimizning eng mushatlig'ilindi. Eng cho'ng 73 yoshlik mo'may va 15 yoshlik qizni tilga oldi. Bu rasmlarning ichida hatto 5-6 yoshlik bolalar bor. Niyatli ama qiz 13-15 yoshlik qiz deb tilga olinibdi. Hammamiz ko'rdik bu rasmni. Aşı echinishlik narsa BBC'ninki shu oylarcha nurg'un jiddiy tekshirishi natijasida ajoyib sifatlik tayyorlanib e'lon qilindi. Dal shu boshchilikninki ziyorat qilish qilayotgan mezgilda e'lon qilingan bir kuchli bir Xitoyning jinoyatini isbotlagan bir ne'mati bor edi. Haqiqatan butun dunyoda g'ulg'ula qo'zg'adi. Buni tilga elib xabar bermagan bir xabar organi qolmagan bo'lsa kerak endi. Butun dunyoning har xil tillarida kuchli kun tartibga keltirildi Xitoyning jinoyatini bir ajoyib kuchli shaklda tilga elib va Michel Bacheletning dar Sharq Turkiston ziyorati boshlangan vaqtda e'lon qilinganligi uchun taratqularda texambak kuchli tilga elindi bu 2022-yil. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, İstanbul'da yushirilgan irqiy qirg'inchilik temasi namoyish. Yuqoridagi rasm shu rasm o'xshashana, uzun necha 10 metrlik lavhaga shu lagerdagi 24 chisla e'lon qilingan shu 5-24 kundagi shu bichora xalqimizningki echinishlik bu xalqimiz uchun yushirilgan irqiy qirg'inchilik degan temada nihoyatda keng ko'lamli bir namoyish o'tkazildi. Bu namoyish albatta Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi tashkillab axborot e'lon qilish yig'ini qilib nurg'un muxbirlar İstanbulda kun tartibga keldi bu masala. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Bacheletning Sharq Turkiston ziyorati haqidagi bayonoti g'ulg'ula qo'zg'adi mavzuli xabar. Endi mushunda bir echinishlik yuqoridagi rasmdagi bir nahiyada e'lon qilingan, ashunda e'lon qilinsa-mu bu BDT'ning kishilik huquq oliy komissari Bacheletning Xitoydagi vaqtida e'lon qilgan bayonoti bor edi. Bu yerda e'lon qilgan bayonoti haqiqatan dunyoni umidlantirgan ekan. Bizni umidlantirdi va oqidan mushuncha vala jinoyatlar turib, bu yerdagi o'z ko'rganlarini ko'rib turibmi, yana shunday dokladning qanday deymiz endi kuchli shaklda e'lon qilinmaganligi uchun darhol istifa berishga uni chaqirib masalan butunlay Xitoyga bo'lishdi, Xitoyga setildi degandek
u vaqtda chiqqan albatta nurg'un maqola, obzorlar, norozilik so'zlari hisobsiz hamdi vazifasini istifa berishga chaqirib, butunlay bundaq bir nüfuzluq organning dunyodagi kishilik huquq tashkilotidek butunlay buningga yarashmaydigan bir shaklda bayonot e'lon qilganligi. Quruq qo'l qaytib ketishi butunlay Xitoymi xo'sh bo'lgan tamda Xitoydagi vaqtda e'lon qilgan bayonotdan. Buni ishlatib turib, hali Xitoyning nomussizligini ko'ramiz hamdi. Manda e'lon qilganda voy deb degan Xitoy eng oxirgi kuni vazifadan ayrilishdan bir qancha minut burun e'lon qilingan dokument kelganda yuzini shu bir yerini elib yuziga chopdi degan bir gap bor bizda. Shaqqida o'riliblam o'zi kelgan vaqtida voy degan Xitoy ani e'lon qilgan vaqtida qanday nomussizlik qilganligini ko'ramiz hamdi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Amerika Xitoy Uyg'urlarga davomli irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda mavzuliq bir dokument. Bu dokument 2021-yillik xalqaro diniy erkinlik dokument. Amerika har yili e'lon qilgan dokument. Buni e'lon qilib, Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 2-iyun yillik dokumentida Xitoy Uyg'ur musulmonlarini va boshqa millatlarni davomli bostirib, irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Milyonlarcha Uyg'urlar, Qozoq, Qirg'iz, boshqa xalqning jazo lagerida qamadi, qiyin qistoqqa ilovatida bu yerda nachar muomala qilganligi, diniy e'tiqod qiluvchilarni mecburi emgek salganlığı, Xitay Kompartiyasidan ideologiyasini, Xitay Kompartiyasining ideologiyasini qabul qilishga majburlaganligi degandek nurg'un mazmunlar tilga ilingan va shundoqla Amerika Tashqi ishlar ministrligining xalqaro diniy erkinlik masalasi elchisi Rashad Husaynmi shu axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning allaburun eng shu yangi texnikalarni ishlatib turib Sharq Turkistonni üstü uchuq turmaga aylantirganligi haqida bayonot berdi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Yevropa Parlamenti irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak haqida qaror ma'qulladi. Yana shu Xitoyning jinoyatlari. 9-iyun mutlaq yuqori ovoz bilan Yevropa Parlamenti Sharq Turkiston haqida qaror ma'qullab, majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Yevropa bozoriga kirish chiqishini cheklashni talab qildi. Hamda Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur qator millatlarga ijro qilayotgan jinoyatlarni insoniyatga qarshi jinoyat va jiddiy irqiy qirg'inchilik xavfi deb bekitdi. Kuchlik bir qaror, albatta jiddiy irqiy qirg'inchilik deb demay, ash xavfi deganimi biz biroz bo'shib qoldigimiz bilan nihoyatda kuchlik bir qarordi. Shundaqla Yevropa Parlamenti 9-iyun atiganda 503 ovozning qo'llanishi berdiki, ovozga masalasi qarasak, 6 ovozning qarshi 4 ovozning voz kechishi bilan yangi savdo qo'rollari orqali majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni cheklash qarorini ma'qullagan. Shu kuni tushdan keyin yana yuqoridagi oshkorlangan hujjatlarga asosan soxta hujjatlar bo'lsin va boshqa oshkorlangan hujjatlarga ko'ra kishilik huquq vaziyati haqida kuchli bir qaror ma'qullagan. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, İstanbul'da Xalqaro Sharq Turkiston muhokama yig'ini ochildi mavzuli xabarimiz. Bu 10-iyun ochildi bu yig'in. 3 kun davomlashgan mazkur yig'in. Bu yerda chunki bu aslida baldur ochilish kerak bo'lgan Sharq Turkiston ulamolar birligininki o'rinlashtirilishida. Chunki agar shu Xitoy virus bo'lmagan bo'lsa bir qancha yil burundan o'tkazilgan bir yig'in islom dunyosidagi butun nüfuzluq olimlarni davetçilerini, siyasi parlament a'zolari, ishqilib islom dunyosidagi barliq davlatlarda eng muhim o'rinlarda xizmat qilayotgan muhim shaxslarni taklif qilib 3 kunlik yig'inning birinchi ochilish kunidagi ko'rinish bu. Bu yerda albatta nihoyatda ko'p olimlar, siyosatchilar, nurg'un kishilar qatnashdi. 11-12-iyun kunlari yopiq shaklda davom qildi. 10-iyun birinchi kuni xalqqa ochiq shaklda bir kuchlik bir faoliyat, nurg'un qarorlar elindi. Shu hozirgacha shu davlatlarda xalqimiz uchun xizmatlar qilinyapti. 2022-yildagi muhim bir yig'in edi bu. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, 47 davlat birlashma bayonotida Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini aybladi. Mavzuli xabarimiz shu BDT kishilik huquq kengashining 50-navbatlik yig'inida shu kishilik huquq masalasi, vatanimizdagi bu Xitoyning jinoyatlari masalasi tilga 47 davlat birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyning bostirish, Sharq Turkistondagi bostirish qilmishlarini
ciddi endiş kılıvatkallıqını bildirgen. Gollandiya mazkur bayanatını 47 devletke vakaleten e'lon qilib, Cenevre Duruşqi vakili Paul Bekris mush bayanatda Xitoyning Uyg'ur qatorliq millatlarni keng ko'lamli tutqun qilganligini nazorat qilayotganligini, garchi Xitoy izchil inkor qilayotgan bo'lsa-mu, ko'plagan dokladlarning bu jinoyatlarni isbotlab berganligini bildirgan. Yana Aqslam Xitoyninki bu yerdagi vakili Chen Shu mazkur yig'inda norozilik bildirib, qaqshab, yolg'on so'zlarni taqat Xitoyga hujum qildi, bu degandek o'xshash sapsatisini satib. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak. Teşkilatlar Birliği Heyeti'nin Ankara'daki uçuruşu önümlük ayaklaştığı mavzulu haberimiz. Elbette Türkiye'deki Asatlık Teşkilatlar, Halkara Teşkilatlar Birliği Reisi Devletler Oğuzhan Efendi'nin başçılığında nüfus, her xil iqamada yaşayan nurgun halkımız var. Bulanı ki her xil takışıp kalan meseleleri bulanı İçki İşler Ministeri, Muavin Ministeri Çataklı İsmail Çataklı Efendim bilen görüşüp ve başka rehberlerle görüşüp bu meseleni ciddi bir hal kılış meselesi görüşüp şu vaxtda biz tefsili halette nimelerinin qaysı kararlarının e'lon qilinganligini biz e'lon qilgan tuqan. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak. Xo'sh, Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni rasmiy ijro qilinishga boshlandi. Biz abay xabarimiz degandik. Bu 21 iyundan tartib Amerika Tamojin dairleri Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini rasmiy icra qilishga boshlash 2022 yili. Bu biz muşum Biden imza qo'yib bo'lgandan keyin tayyorlik xizmatlari boshlanib, uning keyin rasmiy ijro qilinish boshlandi bo'ldi. Bu yerda endi abay degandim. 6 oygacha agarda isbotlab berilmasa, majburiy emgakka hech aralashmaganligini, u malninki butunlay cheklanganligi Amerikaga kirishi. Buningga ijro qilinishga boshlagandan keyin hozirgacha bu ijro qilinyapti. Amerikadagi Xitoyning Amerika bosh elchixonasi bayonotchisi Liu Pengyu derhal vaqt ifade bildirib, yana o'xshashlam noroziligini bildirib, qaqshab buni butunlay uydurib chiqqan masala ekanligini, biz unda qilmagandik degandek sapsata satdi yani. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Nuriy Turkal Amerika Diniy erkinlik komitetining raisi bo'ldi. Albatta, Uyg'urimizningki dünyadaki bundaq nüfuzluq organda en güçlük devlette bundaq hizmetler kelishi, albatta Uyghur siyasetinde, Uyghur meselesi de nayeti muhim bir mesele deb qaraymiz albatta. 21 iyundan başlap 2022-23 yıllık reislikiga aldı da başta hemimizge ma'lum muavin şu Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissarlığı tayinlangandi başta 21 yili. Onun keyinden resmi reis bo'lib vazifə o'tayotdi hozirgacha. Qutluyamiz albatta xizmatiga. Yana birisi kelsak. Uyg'ur qiz Yaponiya siyosiy sahnasida ko'zga ko'rinishga boshladi. Albatta yana bir qizimiz var Uyg'ur qizimizdan. Albatta bu Yaponiya siyosiy sahnasida Yaponiyadagi bir davlatda mushundaq muhojirat yashayotgan nurg'un xalqimizning ichidan kishilarning chiqishi, siyosiy sahnaga atlanib kelishi muhim bir iş deb qaraymiz. Albatta biz şu vaqtda tafsili holda suhbat qildik va xabarni tafsili holatda berdik. Birisi Yaponiyada tug'ilib cho'ng bo'lgan Arfiya xonim, yana birisi Güliston xonim 90-yillarda Yaponiyaga kelgan. U boshqa bir siyosiy partiya bilan saylam qatnashib, har ikkilisi garchi har ikkilisi nəhayət güclük bütün siyasilərin qo'llashi, hakimiyet üstünlük partiyanın qo'llashi Arfiya xonim masalan saylamga qatnashib en ahırda nurgun yapıllıklarını kendine kaldırıp nurgun neticeye erişken bolsunmu, ahırda sayılanmagan bolsunmu, bu kademden besilişi muhim bir iş albatta. Bu şundaq bu yıl 2022 yıldaki muhim işlerden biri bu albatta. Yana bir haberimiz gelsek, Xitoyning Tayvan'daki Uyg'urlarni qaytirib ketishga urinayotganligi oshkorlandi. Tayvan'daki mesele mi? Albatta yuragimizni hozirgacha puchlab kelayotgan masala hamda bu. Yana 50 dan ortiq xalqimiz u yerda turyotdi. Nurg'un faoliyatlar, nurg'un harakatlar qilindi tashkilotlarda, nurg'un xalqaro tashkilotlar, kishilik tashkilotlar chaqiriqlarni qilyotdi. Bularni qo'yib berilish uchun
2015 yıl 7. ayda köpüncüsü ayollar bolalar bolup mesela 173 Uygur'un Türkiye'ye yol sağan dinkin bir haftadan keyin 109 Uygur'un Xitoyga ötküzüp bergenti Tayland'da. Bunun keyin nurgun Türkiye'de qattiq naayeti çoğ namoyishlar bo'lib ketdi. Tayland konsulluğu hücum qilishlar bo'ldi degandek. Hozirgacha tutib turilyapti xalqimiz bu yerdagi necha qatim sot echildi dedi, u bo'ldi, bu bo'ldi dedi. Hozirgacha bir aniq bir natija chiqmadi. Alloh bir eng tez fursatda bularning qutulishini muyassar qilsin deydi. Ürümçi qirg'inchiligining 13 yillik xotira kunida zo'r ko'lamlik namoyish o'tkazildi. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligi albatta har yili bütün dünyadaki halkımız, dünyanın her qaysi joylarida keng ko'lamlik namoyishlarni, har xil faoliyatlarni o'tkazildi. Ankara'da, Ankara'da o'tkazildi, İstanbul'dakisi Ankara'da o'tkazildi. Shundaqla Konya viloyatida o'tkazildi Turkiyaninki shu. Onun başqa Malayziyadagi Sharq Turkiston davası uchun aktiv xizmat qilayotgan tashkilotlarmi faoliyat qildi bu kuni. Yana Angliyadagi 100 dan ortiq tashkilotmi hamkorligida 100 dan ortiq musulmonlar tashkilotining hamkorligida Uyg'urlar uchun dastur harakatini o'rnattirish bilan bu kunda yana zo'r ko'lamlik namoyishlar Londondagi Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazildi bu kuni. Va dunyoning boshqa joylaridagi albatta biz hozir tilg'ayib bo'lmagan shu vaqtida tafsiliy bayonot albatta. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Malayziyadagi islomiy tashkilotlar Uyg'urlar haqida maxsus suhbat yig'ini o'tkazdi mavzuli xabarimiz. Bu albatta shu bir qancha yildan buyon Malayziyadagi nurg'un tashkilotlar Malayziyadagi kuchli kun taraf keltiradi bizning masalan. Albatta bizning qilgan tashkilotlarimizning aktiv qilgan faoliyatining natijasida bo'lyotdi bularmi. 7 iyul Malayziyadagi zo'r ta'sir kuchiga ega bo'lgan tashkilotlar insoniylik suhbat yig'ini Uyg'urlarga ko'ngil bo'lish temasi suhbat o'tkazib, bu yerda Sharq Turkiston masalasi tilg'anib qanday xizmat qilamiz Sharq Turkiston uchun. Bu yerga bosh kotib tashkilotlar birligining bosh kotibi Abdurashid afandim. Shundaqla Sharq Turkiston Ulamolar birligi muavin raisi Abdusalom Alim. Sharq Turkiston Ulamolar birligi rais vakili Mahmudjon Damulla va Dunyo Uyg'ur qurultayiniki Uyg'ur kishilik huquq qurilishi ijroiya raisi Umar Qanat efendim qatorliqlar bu yerda ayrim so'z qilib vatanimizdagi ichinishlik vaziyatni qilishga tegishli ishlarni bu yerda tilga oldi. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Xi Jinping tuyuqsiz Ürümchini ziyorat qildi mavzuli xabarimiz. Albatta 2022 yildagi Xitoy bu yerda 12-13 iyul kunlari tuyuqsiz ziyorat qildi. Bu Xitoyninki shu 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligining qatliam kundan ya'ni bir necha kun keyin o'tkazilgan va shundaqla 20 navbatlik Xitoyning qurultiyi yiqilishib qolgan bir paytda tuyuqsiz Ürümchini ziyorat qilishi har xil savollarni tug'dirgan. Suhbatni qildik shu vaqtida mutaxassislarimiz bilan va har qaysi joylarni Shinjong universiteti, Uyg'ur Abdumuralov muzey qatorliq o'rlarni ziyorat qilib qilgan bo'lsin. Xitoy ziyorat boshlagan vaqtlarni e'lon qilmay, ziyorat tugagandan keyin Xitoyning rasmiy organlari 14-iyul kechda undan keyin bu haqda xabar e'lon qilgan. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, İslami tashkilotlar Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa qarshi xalqaro namoyish tashkilladi. Stand for Uyghurs. Uyg'urlar uchun dastur nimasida 100 dan ortiq islomiy tashkilot. Hamda bu dunyoning har qaysi joyidagi tashkilot birli vaqtda faoliyat qilamiz deb 31-iyul zo'r ko'lamli xalqaro namoyish o'rinlashtirdi. Albatta bu yerdagi masalan Avstraliya va Angliya qator davlatlar zo'r ko'lamli namoyish tashkillanib, chunki shu Xitoyning hozir vatanimizda qilayotgan oshkorlangan shu jinoyatlarni kuchlik shu yerda tilga olib, irqiy qirg'inchilikni to'xtat demizda o'xshash bir shuar bilan tem bilan Angliyaning London, Manchester shaharlari, Shotlandiyaning Edinburgh, Amerikaning Washington, New York, Los Angeles shaharlari, Kanadaning Toronto, Avstraliyaning Brisbane, Turkiyaning Istanbul, Janubiy Afrikadagi Xitoyning elchixona konsulxonalari oldiga degandek shu muhim o'rinlarda birli vaqtda o'tkazildi shu faoliyat. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, xalqaro jamiyat kutayotgan Uyg'urlar haqidagi dokument oxiri e'lon qilindi. Abay degandim o. Michel Bachelet xonim
Şuncha vala chaqiriqlar, arqadan bo'lib atgan chaqiriqlar albatta nurg'un besim o'shtirganligini xilma-xil nima dedi-ku keyin. 31 avgust vazifa o'tash muddati to'shqan oxirgi paytlarda uzun muddat kechiktirgan bu dokladni e'lon qildi. Bu e'lon albatta biz shu vaqtlarda nayt ojiz til ishiltildi buningda qaqshidiq, lekin hozirgacha bu ta'sirini ko'rsatyapti. Albatta biz uchun ojiz işletilgan ibareler. Lekin aşındaq buluşu qaramay bugun Xitoyni sakirtiyotgan, Xitoyni titirtiyotgan, hamma yerda Xitoyning yuziga shu doklad orqali urilyotdi hamda. Bütün mushu qilayotgan Xitoyning barliq muomalasini insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lishi mumkin degan shaklda e'lon qilingan. Va mushu terrorlik Xitoyning 2017 yildan 2019 yilga bo'lgan aralıqda atalmış terrorlik va aşqulluq qarıştırış namida Sharq Turkiston xalqiga zarb berishning xalqaro qonun asosining diqqatini qo'zg'almoqda qilingan bu dokladda 48 betlik dokladda Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni xohlagancha kamsitish xarakterlik tutib turish qilmishining darajasi qonun va siyosatga asoslanganda shaxslar va guruhlar bahramand bo'layotgan asosiy huquqlarni texmi umumyuzlik cheklagan va mahrum qilgan ahvol ostida xalqaro jinoyat shakllantirgan bo'lishi bo'libmi insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lishi mumkin deb xulosa qilingan tamdi. Va shundaqla bu yerda butunlay shu oyoq osti qilishlar, jazolarga bo'layotgan butun nachar muomala, to'g'ri majbur ish ko'rish, nachar sharoit tutib turish, oyoq osti qilish va kishilarcha bu vaqtdagi ma'lumotlar ishonchlik deb baho berilgan tamdi. Va mushundaq aniq yakun chiqarib, ba'zi masalalarga aniq yakun chiqarishga amalsiz ekanligini, chunki Xitoyning ta'minlagan apagan yerlar bag'anliqin degandek masalada iboralar bor. Bu hamda mushu abay dedim ki mesela, Xitoydagi vaqtda e'lon qilingan dokladdan bayonotini qo'shib olgan Xitoy bu e'lon qilindi 31 avgust. Xitoy shu kechdan bir necha soat o'tgandan keyin Xitoyda tong ata atmaydi, payshanba kuni tong saharda Xitoyning Jenevadagi doimiy turish qo'mitasining bayonotchisi Liu Yuyin bayonot e'lon qilib, bu doklad Amerika va G'arb davlatlaridan iborat Xitoyga qarshi kuchlar planlagan ssenariy. Baynomsiz ya. Bu derecede yani Xitoy. Müşna bildirildi yani. Tashqi ishlar ministrligi bu vaqt norozilik bildirib, bu BDT kishilik huquq amaldori ishxonasi Amerika qatorli G'arb davlatlarining Xitoyga qarshi turishiga yantayqi va quroliga aylandi. Voy setilib ketdi Palampiston. Mana keyingi xabarga qaraylik. Xitoy BDT kishilik huquq oliy amaldori ishxonasi bilan hamkorlikni to'xtatdi. Nimishqa? Yuqoridagi dokladni e'lon qilib qo'yganlik uchun. Deydi-ki, biz Jenevada bosh elchisi Chen Shu'dagi 9 sentabrda buni e'lon qilib, so'zda shu yerlik so'zda shu doklad sababli Xitoyning bundan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy amaldori ishxonasi bilan hamkorlasha olmaydiganligini, mazkur dokladning Xitoyga tahdid shakllantirganligini, Xitoyning bundan keyin hech ish bo'lmagandek BDT kishilik huquq oliy amaldori ishxonasi bilan davomli hamkorlashishning mumkin bo'lmaydiganligini e'lon qildi. Voy hamkorlashsang nima ish qila olaysan? Xo'sh, yana bir xabarimiz kelaylik. Uyg'urlar haqidagi doklad islom dunyosidagi medialarda kun tartibga keldi. Qaysi doklad? Mushu Bachelet, Michel Bachelet'ning e'lon qilgan dokladi. Ojiz bo'lib qoldi degan dokladimizmi? Butun dunyoda, barliq axborot organlarida, islom dunyosidagi butun kanallarda nurg'un suhbatlar qilindi, ayrim xabarlar berildi. Va shuning jumlasidan Istiqlol müdirimiz Abdulvaris Abdulxaliq efendimmi Jaziraninki eng tanınıq kanal Arab dunyosidagi ziyoratini qabul qilib, bu Michel Bachelet xonim e'lon qilgan dokladning ichidagi barliq mazmunlar Sharq Turkistonda bo'lyotdi, hozir mavjud. Hatto tilga elinmaganlar bor. U bo'lsin Xitoy bilan to'y qilishga majburlash, bolalar lageri, sharoiti nachar o'rinda qamash, sot qilinmay o'lim jazosi ijro qilish, Uyg'ur yoshlarini Xitoy o'lkasiga surgun qilish masalalari bular bu dokladning ichida yo'q, 48 betlik dokladda. Deb Xitoy e'lon qilmagan bu dokladda tilga elinmagan masalalarni tilga elib bu yerda suhbatda buni kun tartibga keltirdi. Albatta bundan boshqa nurg'un arabcha, arab dunyosidagi kanallar, ko'plagan kanallarga orqali tashkilotlarimizniki adamları bu yerga suhbat ziyoratga chiqib, bu masalalarni kuchlik tilga elib kun tartibga keltirdi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Tashkilotlar Birligi hay'ati Malayziyada davlat arbobi bilan ko'rishdi mavzuli xabarimiz. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining hammamizga ma'lum
Ma'lumki shu xalq diplomatiyasi, yani Sharq Turkiston xalq diplomatiyasi nomida butun shu islom dunyosiga davomliq elib berayotgan, shu yerga qilayotgan xilma-xil ziyoratlar var. Xilma-xil suhbatlarda, muhim suhbatlar bo'lib, Sharq Turkiston uchun qilinishga tegishli nurg'un ishlarni yillardan buyon qilyotdi. Bu ziyorat 2 sentabr boshlandi. Albatta bu yerda men birdan-bir tilga qilmayman, Malayziyadagi nurg'un shu vaqtda biz har kuni kim bilan ko'rishgan bo'lsa, kimni ziyorat qilgan bo'lsa, qaysi tashkilot, shu ommaviy ijtimoiy tashkilotlardan boshlab davlat arboblarigacha, ministerlargacha ta qanchinchi sentabrgacha 8 sentabr ta 8 qaytib kelish bo'lgan aralıqda har kuni qanchilgan ziyorat, ko'rishlar va kelishimlar bo'ldi. Bunun hammasini tafsili holatda berdik shu vaqtida. Shuning uchun takrorlab o'taman va qatnashgan bu hay'atdagi kishilarmi Malayziya davlat kanallariga, qanchilgan kanallarga chiqib, vatanimiz bo'layotgan jinoyatlarni ham tilga olib bu yerda kun tartibga keltirdi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, dokulat bu, yana bir dokulat Uyg'ur majburiy emgaki milyonga yaqin shirkatga chetishliq mavzuliq birdir. Bu Amerika'nın devlet igiligidagi ve xususiy igiligidagi har qaysi şirketleri bu yıl 6. aydan başlap, yani 2022 yılı 6. aydan başlap icra kılınışqa başlagan Uyghur mecburi emgikinin aldın eliş kanunun talebiga moslashish uchun harakat qilayotgan bo'lsa-mu, biroq yeni bir dokulatda, yani bu oshkorlangan dokulatda 1 milyonga yaqin shirkat mazkur qonunning jazolash doirasiga kirishi mumkinligi. New York şehri joylashgan ta'minlash zanjirini ko'tish shirkati Altana texnologiyasi oldingi oyda, yani shu 6. ayning, yani 5. ayda bir dokulat e'lon qilib, mecburi emgakni qo'llaydigan savdo ekologiya sistemasi haqida bir dokulat e'lon qilgan. Bu dokulatda Xitoyda mecburi emgak jinoyatiga chetishlik 938.991 shirkat borligini oshkorlagan. Muşlarning hammasini cheklash kerak unda bo'lsa, bu qonun yo'li qo'yilgandan keyin. Bu shirkatlar dunyo iqtisodiga cho'nqur singib kirgan bo'lib, ular 600 ga yaqin o'xshamagan tarmoq sohada millionlagan savdo munosabat sistemasi qurib chiqqan degan shakllarda. Umumiyatni elib aytgan vaqtida bu yerda 785 mingdan ortiq shu birinchi darajalik savdo munosabatidan foydalanayotgan, shuningga chetishlik bo'lgan 785 mingdan ortiq shirkat va ikkinchi darajalik savdo munosabati bo'lsa 6.871 mingdan oshgan mushundaq savdo munosabatiga aloqador shirkatlar var. Mecburi emgak chetishlik bo'ladi. Bunday zo'r bir dokulat hamdi. Xo'sh, yana birisiga kelsak, Xitoyning virus bahonasi bilan qirg'in qilish jinoyatiga qarshi namoyish o'tkazildi. Xabarni eng başida dedim, yüzlügen xabar 2022 yıl jarayonida ba'zi huzuruna sunduk. Bu atalmış virusni yo'q qilish, nolga tushirish siyosati bilan xalqimizni ocharchilikda qo'yib, qiynab, o'ldirib, nini narsida bolalarimiz davolanmay o'lib ketdi. Çoğunlarımız ölüp gitti, açlıktan qiynaldi. Pulu bo'lsin bir narsa ololmadi. Xalqimiz yordam qilganlarni Xitoy o'zi tüküp vayron qilib tashlab, shunchalik ichinishlik jinoyatlarni qildi. 12 sentabr kuni buningga qarshi shu eng avjiga chiqqan mezgilda, shu ocharchilik mezgilniki Xitoy konsulxonasi oldida keng ko'lamlik namoyish o'tkazildi buning qarshi va nurg'unlagan teşkilatlarına mas'ullar qatnashdi ve 13 sentabr Avustraliya Sharq Turkiston jamiyatining tashkillatishi bilan u yerda yana shu ocharchilik siyosatiga Xitoyni och qo'yib oshkora qirg'in qilish jinoyatiga qarshi Avstraliyada, 11 sentabr Gollandiyada, 14 sentabr yana Gollandiyaning Xitoy elchixonasi oldida, Shvetsiyada 13 sentabr Uyg'ur ma'ruf uyushmasini tashkillash bilan namoyish o'tkazildi. Fransiyada 14 sentabr Parijda Xitoy konsulxonasi oldida namoyish o'tkazilib, Amerikada 10 sentabr Aqsaray oldida, 15 sentabr Washingtondagi Xitoy konsulxonasi oldida namoyish o'tkazilib, Xitoyning bu jinoyatiga qarshi namoyish o'tkazildi. 16 sentabr Norvegiya yoshlar uyushmasini o'rlashtirishda, tashkilotini o'rlashtirishda Norvegiya parlament binosi oldida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Kanadada yashayotgan Uyg'urlar shu İstanbul Fatih Camisi 16 sentabr Turkiyadagi yerlik tashkilotlarning birlashishi bilan albatta hamma rasmni olib kelib bo'lmadik bu yerga.
Şu aldı kendi bir qancha kun, bir hafta davamlaşqanmış güçlük bir namoyish o'tkazildi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Erdo'g'an BDT umumiy yig'inda Uyg'ur masalasini tilga oldi. 20 sentabr Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu yig'inda so'z qilib, bevosita biz haqida so'z qilgan vaqtida Xitoyning zamin butunligiga, bir Xitoy siyosiy egalik huquqi qat'iy ziyon yetkazmagan asosda musulmon Uyg'ur turklarining tub huquqlari, Uyg'urlarning tub huquqlari va erkinligining qo'g'dilishiga ko'ngil bo'lamiz degan shaklda bu ifodani ishlatdi Erdo'g'an. Albatta, mujoratdagi xalqimiz xilma-xil inkoslarda bo'ldi bu masala haqida. Baydenning so'ziga olib kelsak, bunga o'xshash yig'inga qatnashgan Joe Biden BDT'dagi nutqida Sharq Turkistondagi dafsandachiliklarni tilga oldi. Nima dedi? Bu yig'inda Xitoyning qilchilik uchiq oshkori bo'lmay turib, ilgari ko'rilib boqmagan saviyada va kishini cho'chitadigan darajada yadro qo'llanish yo'liga mang'anligini bildirib, bizga tahkamladi bu yerda Xitoyning yadro ulashish masalasida. Uning keyindan u nurg'un masalalarni tilga olib, ya'ni Xinjiang deb tilga oldi albatta bu sahnada. Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandachiliklari oldimizda turibdi. Buni BDT Kishilik huquq komitetining dokumentimi nihoyatda aniq o'tirg'i qo'ydi. Ya'ni Michel Bacheletning dokumentimi Sharq Turkistondagi vaziyatni, Xitoyning nima qilayotganligini o'tirg'i qo'ydi aniq deb Amerikaning pozitsiyasini ifodaladi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, ochliq e'lon qilish namoyishi unumini ko'rsatdi. Mavzuli xabarimiz. Hammamizga ma'lum, bu Amerikaning kim shu Zumrat Davud, Tursunay Ziyavud'un ceza lagerleri şahitlerden Gülzira Avulkan Katarlık hanımlar şu atalmış yuqumni nölüge düşürüş siyasi bilen abay degenimdek halkımızda aç koyup kılıvatkan bu vahşi cinayetiga karşı 19 sentabr Aksaray aldıda özlerimi şu halkımız bilen bir hem nefes buluş üçün qat'i takibiresi çıkıp şu karar maqullamagicha Xitoyga karşı biz hiçbir narsa yemaymiz deb ochliq e'lon qilish namoyishi boshlagan tamdi. Mushu namoyish gibi oxiri bu yerda 19 sentabr boshlandi. 21 sentabr Amerika Avam Palatasi a'zosi Christopher Smith efendim ve Amerikaning BDT turishliq sobiq muavin elchisi Kelly Curry hanım. Bu ishga bu yerda bu xonimlarni ziyorat qilib, bu yerda ularga va'da berib, yaqinda şu Chris efendim, mesela Christopher Smith efendim, yakında özünün parlamento kararnamını şu kararnamı sunduğanlıqını Xitoyning bu cinayetiga qarshi qadam tashayganligini va'da bergandan keyin bularni namoyishini, chunki namoyish bular kap bo'g'ish bo'lgan arliqda shu Tursunay xonim lager shoirlardan 3 qatim Tursunay Ziyavudun xonim 3 qatim o'shdan ketgan bo'lsa-mu, qat'iy namoyishni oxirlashtirmay davomlashtirgan hamda bular chiqib, bular tasalli berib, bu kun tartib keltirganligini va'da bergandan keyin bularni ochliq e'lon qilish namoyishini oxirlashtirdi. Xo'sh, Çavuşoğlu, yana bir xabarimiz kelsak, Çavuşoğlu Uyg'urlar haqida muhim so'z qildimiz. 22 sentabr New Yorkda chaqirilgan Islom hamkorlik tashkilotining yillik moslashtirish yig'inida so'z qildi Çavuşoğlu bu yerda. Shunda qarab boqadigan bo'lsak, qadrli ko'rmanlarimiz, shu 2022 yil jarayonida islom dunyosi shunday nazar solsak, selishtirib boqaylik deb ba'zilarimiz albatta Turkiyada yashamaganlar, Turkiyaning orqasidan ijtimoiy uchur vositalarda xohlagancha gap qilayotganlar oldi bilan boshqa davlatlarga qarab boq. Shunchalar davlatlar va davomli eng kuchli shaklda biz rozi bo'lgudek shaklda bo'lmasmi, eng kuchli shaklda ve bir sözden içinde qanchilgan qatim tilga elib kelayotgan yana Turkiyadan boshqa qaysi bir davlatda hozirgacha bir qatim bir yil o'tib ketgan 2022 jarayonda. Qanchilgan qatim nurg'unlarni o'tib ketdi-ku endi. Tilga elib kelayotgan eng kuchli tilga elayotgan davlat yana Turkiya. Buni bilishimiz kerak yani. Hiçbir ishdan xabarimiz yo'q shaklda ayıplash, har xil narsalarni yezish oson amaliyotda. Bu so'zda İslam Hamkorlik Teşkilatı'nınki, yani her fırsat tilga qilyapti demdi. Bir şekilde tilga elib kelyapti demiz meselemizni. Bu musulmonlarga qilinayotgan adolatsizlik, mushlarga İslam Hamkorlik Teşkilatı bo'lganligini aqasimiz,
Bu hammamiz birlikte qarshi chiqaylik deb uyg'otiblanmayotdi islom dunyosini. Bu uyg'oninglar, silkininglar, atrofinglar qarab yiqinglar. Nimishqa birlikte ovoz chiqarsak, andan kuchimiz bo'ldi uningki, qarshi tarafdiki bu, andan bizni e'tibor qiladi. Birisimiz tog'dan gap qilsak, birisimiz bog'dan gap qilmaydi deyapti. Ya'ni so'zining xulosasi bu, butun bu yerdagi so'zlanayotgan narsalarning. Sharq Turkiston masalan bu yerni tilg'aydi, masalan shu Michel Bachelet xonimning dokumentini, mush dokument e'lon qilindi dunyoda masalan. Mushunga nimishqa ovoz chiqarmaysizlar? Hamma narsa o'tirib qo'yib turadigan mishal. Bu dokumentning ichida hamma narsa aniq o'tirib tursa, bu yerda nurg'un xalqaro jamiyatga nurg'un tavsiyalar bo'lsa, buning nimishqa ovoz chiqarmaysizlar deb nihoyatda kuchli so'z qildi. Hammasini demay bo'ldi. Xo'sh, deylik. Dunyoning har qaysi joylarida 73 yillik ishg'oliyatga qarshi namoyish o'tkazildi. Mavzuli xabarimiz bu İstanbul'daki namoyish ve dünyanın har qaysi joylarida o'tkazildi. Her yili albatta Xitoyninki ta mesela 73 yillik o'tkazilish 2022 yili. Her yil shundoq butun dunyoda keng ko'lamdagi xilma-xil namoyishlar o'tkazilib turibdi. Turkiyada bo'lsa İstanbul, Ankara shaharlarida o'tkazildi. Shvetsiya, Avstraliya qator davlatlarda o'tkazildi. Ve Gollandiyada yashayotgan xalqimizmi, Yaponiyada yashayotganlarmi degandek shu vaqtida biz tafsiliy holatda verdik. Xitoyning bu 73 yil jarayonida xalqimizga bütün bayonotlarda har bir tashkilot rahbarlari e'lon qilgan nimalarni qilganligini albatta axborot vositalariga kuchli shaklda tilga elib o'tgan bo'ldi shu vaqtlarda. Xo'sh, 5-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurosi g'albilik oyoqlashdi mavzuli xalqimiz. 14-navbatlik xalqaro dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvi ve 5-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurosi 2 oktyabr İstanbul'da resmi başlanıp dünyanın har qaysi yerinden hemmimiz bilimiz bu meseleni nurg'un teşkilat rahbarlari, akademiklar, adamlar, kişiler qatnashib xalqimiz uchun, vatanimiz uchun nimalarni qilishimiz kerakligi haqida nurg'un planlarni tuzishadigan bir xalqaroliq bir yig'ilish hamda bu. Mushu 4 oktyabr 2 oktyabr başlanıp 4 oktyabr g'albilik oyoqlashdi ve oyoqlashishdan burun 4 oktyabr tushdan keyin mushu yig'inga Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın baş maslahatchisi maslahatchilaridan Ahmet Salim Köroğlu ve Ayxan Ogan efendiler qadam tashrif qilib Prezident Erdoğan'ın ve İçki İşler Ministri Süleyman Soylu'nun salamını yetkizish bilan birga butun dunyoning har qaysi yerlaridan kelgan vakillarni qarshi olganligini, Türkiye'nin Sharq Turkiston masalasi, Uyg'ur masalasi, Uyg'urlarning keyinda ekanligini, davomli bu davoni qo'llaydiganligini kuchli so'zlar bilan tilga oldi. Tafsilotini albatta shu vaqtda berdik. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Norvegiya parlamentida Xitoyning irqiy qirg'inchiligi haqida guvohlik berish yig'ini açıldı mavzuli xabarimiz 17 oktyabr Uyg'ur Adliya Arxivi, Norvegiya Uyg'ur Komiteti, Dünya Uyg'ur Qurultayı qatorliq va Norvegiyadagi boshqa Uyg'ur tashkilotlari, yerlik tashkilotlar hamkorlashishida Norvegiya parlamentida Xitoyning vatanimizdagi Sharq Turkistonda vatanimizdagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini e'tirof qildirish Norvegiya parlamentiga. Buni irqiy qirg'inchilik deb Norvegiya parlamentining buni tonishi kerak degan asosda bir guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Albatta bu yig'inda lager şahitlerden, ceza lager şahitlerden mesela Ömer Bekali efendim var, Qalbinur Hanım var ve başka hanımlar qatnashib, hammasi ayrım-ayrım guvohlik berdi ve başka parlament a'zolarimiz so'z qildi bu yerda. Degandek, nihoyat muhim bir qadam, bir guvohlik berish yig'ilishi o'tkazildi. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Xitoy Kompartiyasining qurultayidagi ko'rinishlar diqqat qo'zg'adi. Albatta bu manzarami bu yil ichidagi 2022 yildagi dunyoni hayron qoldirgan bir ko'rinish desak bo'ladi. Eng ko'p qisqa shaklda tilga ilingan bir xabar bo'lgandi. 20-navbatlik qurultayda 22 oktyabr oxirlashgan kunda mushu sobiq raisi Xitoyninki Hu Jintao'ninki shu surat hamma millatda isbotlab oshkorlab berdi. Yolg'irgan shaklda Xitoyning Xi Jinpingning maslamagan shaklda hech qanday qarab masan maydonni chiroyiga
Yani Xi Jinping'in özüge karşı. Bu vakti söhbetdi mi? Bu vakti alayı toxtaldıq biz mi? Şu vaxtda. Nima ish qilgan bo'lsa, Liko Changba tarafda buning mursiga urib chiqib ketishdan buni chiqib ketgisi bo'lmasmi? Butun tirishbaqdan oxirida olib chiqib ketildi. O'ziga qarshi Xi Jinpingning har qanday birisini shundoq yo'q qildiganligini bildirish, har xil analizlar bo'ldi albatta bu haqda. Bu manzara. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Kanada parlamenti Uyg'urlarga panohlik berish taklifini qabul qildi. 25 oktyabr bilet tashlab Uyg'urlarga panohlik berish. Yillardan buyon, bir qancha yildan buyon kun tartibdagi masala bo'ldi. Oxiri taklifni qabul qilib, nolga qarshi 258 ovozning qo'llash bilan ma'qulladi bu taklifni. Ko'chmanlar komitetining yaqinda e'lon qilgan dokumentini qo'llash uchun tasdiqlangan bo'lib, dokument Kanada hukumatining shu Sharq Turkistondagi davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikqa duch kelgan Uyg'ur va boshqa millatlarga ishni echishi kerakligi ta'kidlangan bir qaror loyihasi. Ammo bosh minister Justin Trudeau'ning kabineti bu yerda ovoz berish huquqidan voz kechib, xuddi ilgarigi masalaga o'xshashlam 2021 yil, mesela 2021 yil 2 oyda Avam palatasi tunji qatim Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitgandimi, Trudeau hukumati va a'zolari ovoz bermay turgan. Bu qatim shunday qildi. Ammo endi ko'rmiz endi oldimizki vaqtlarda buning nereden nega borganligini. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, 19 davlat Uyg'ur masalasida Xitoyga chaqiriq qildi mavzuli xabarimiz. Türkiye'ni o'z ichiga olgan 19 davlat yana bu. Uyg'urlarning kishilik huquqini ig'ir deb sanda qilayotgan Xitoyni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy amaldori bilan hamkorlashishga va Uyg'urlarning huquqini qo'g'dashga chaqirdi bu davlatlar. 27 oktyabrdagi xabarda berildi bu Anadolu agentligining. Müşahede hamda Türkiye'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki daimi vekili Feridun sinirli oğlu bir adı söz kılıp Uygurlarning uchrayotgan zulmini şu Michel Bachelet'ning BDT'ning e'lon qilgan bu dokumentda hamma narsa ochiq isbotlab turibdi. Bu yerda Turkiya albatta bu masalaga sezgur ekanligini, Turkiya Uygurlarning tinchlik va bexatarlik ichida yashashi kerakligini bildirdi. Va Uygurlarning madaniyat meroslarini avlatma-avlat saqlab qolishi kerakligini, xalqaro jamiyatning bu ishlarga bo'lgan andisi va umidini to'xtamay o'tirg'a qo'yish kerakligini ta'kidladi. U yana Uyg'ur Türkler ve başka Müslümanlara qartilgan sistemalik kishilik huquq tafsandichilik parvosiz muomala qila olmaymiz. Xitoyni BDT oliy amaldori ishxonasi tayyorlagan dokumentdagi tavsiyalarini amaliyleştirishga ilhomlantirish bizning o'rtaq mas'uliyatimiz. Deb bu yerda yana nurg'un gap qildi, nihoyatda muhim gaplarni. Sinirli o'g'li. Hayır qani. Yana bir xabarimiz kelsak. Xalqaro Uyg'ur munbiri muvaffaqiyatli oxirlashdi mavzuli xabarimiz. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi, Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va Hasana tashkilotini o'rlashtirishda Belgiya poytaxti Bryusselda 2 kun davomlashgan Xalqaro Uyg'ur munbiri yig'ini ochilgan. Bu yig'in muvaffaqiyatli 9-10 noyabr kuni ochilib, nurg'un Yevropa parlamentidagi parlament a'zolari, tashkilot, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan 32 davlatdan 200 dan ortiq kishi qatnashdi bu yig'inga. Albatta, vatanimizdagi masalalar tilg'aylindi, nima qilamiz, nima qilmaymiz degandek masalalar. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Urumchidagi o't ofati necha o'nlagan Uyg'urning joniga zomin bo'ldi. O't ofati deyishga bo'lmaydi, biz davomli aytyapmiz. O't fojiasi Xitoy qasddanlik bilan chiqqandan keyin buningga parvo qilmasdan ularning ichinishli kuyib o'lishiga qarab turgan bir qasddanlik, bir jinoyat bu yerda ekan. 24 noyabr yuz bergan bu ichinishli o't fojiasida Xitoy numus qilmasdan uchinchi bola, hatto Xitoylarmi inkor qildiganmi son 10 odam o'ldi, 9 odam yaralandi. 44 qarindishimizningki kuyib o'lganligi tilga ilinadi. Balki bundan ortiq bo'lishi mumkin yoki bir qanchasi nim bo'lishi mumkin. Xitoy butunlay qamal qilganligi uchun bu masalani. Va mushundan keyin albatta shu vaqtlarda
bütün dünyada mı, Türkiye'de mi nurgun bu haqda haberler, namayişler, her xil faaliyetler ötküzüldü. İnsan qalbidan chiqqan Xitoyning jinoyatini qamal qilgandan keyin och qo'yib qiynayotgan bir mezgilda dunyoga bir parlatib, ya'ni xulg'uli qo'zg'agan ajoyib bir ichib bergan bir ish bo'ldi. Bu shahidlarimizning ruhlari shod bo'lsin. Shuning keyindan nurg'un ishlarni o'zgartirgandi. Xitoyda shu va vatanimizda ham hozir qanday bo'lyapti ko'ramiz ham bundan keyin. Yana bir xabarimiz kelsak, İstanbul'daki Uygurlar Ürümçi'de öldürülgen kıyırındaşları için gazap nefretini bildirdi. Hani şu köyündeki resimler şu an. Şu Ürümçi'de içinişlik köydürüp öldürülgenden keyin nurgun teşkilatla birlikte şu Xitoyning qabih jinoyatiga qarshi aç koyup öldürüş Xitoyning bu jinoyatlarga ot köydürüp öldürüş muşu birlikte Xitoyning mushuncha bola chaqiriqlarga pisand qilmasdan yana nomuslarcha davom qilayotgan jinoyatlarga qarshi Xitoyning İstanbul'daki baş konsulxonasi oldida namoyish o'tkazildi. Albatta bu yerda nurg'un tashkilotlarning rahbarlari so'z qildi. Hozirgacha shuning keynidan oqislikli xabarimiz kelsak, masalan, shu Ürümchidagi fojiadan keyin butun Xitoyga yamridi. Ürümchida Xitoylar chiqdi. Mesela Wuhan, Shanxay, Beijing ve başka bir yertilik edilmeyen tafsilatın kündülük haberlerimiz bazı şu vaxtida bütün Xitoylar ko'chib chiqib ketdi. Xitoylarga bir qo'zg'alanmay turgan bir xuddi pilikka o't yoqqandek bir ish bo'ldi hamda. Hammamiz chiqib Xitoymi o'zininki yuqumni nolga tushirishni tavranmaymiz, aniqimiz deb 3 yildan buyon ijro qilayotgan bu vahshiy siyosatidan voz kechishga kayniga dojishga Xi Jinpingning huquqdan tushdiganligi uchun majbur bo'lib bu yerda bütün Xitoyga kengaygandan keyin hamda hozir butun dunyoda buluşuq qo'yib o'tyapti. Shunda saranglarcha hech qanday bir ilmiylik yo'q shaklda ijro qilyapti Xitoy barliq jinoyatlarini. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Sharq Turkiston uchun ovoz chiqaraylik deymizda axborot yig'ini o'tkazildi. Mana şu Ürümçideki faciada öldürülgen bir aile kişileri kuyup ketken, ölüp ketken kıyırındaşlarımız bir şey turuptu mana. İHA'nın başçılığında Halkara Şarkı Teşkilatlar Birliği reisi ve başka Türkiye'deki güçlük teşkilatlar axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, bu yerda Xitoyning qilayotgan jinoyatlarini tilga oldi. Va bu yerda shu marhum Qamarnisa Xonning Abdurahmonning o'g'li Muhammad bilan Sharafat sonimizin bu yerda so'z qilib, hammamizni yig'latgan so'zlar bo'ldi. Xo'sh, davom qilaylik. Yaponiya yuqori palatasi Uyg'urlar haqida qaror ma'qulladi. 5 dekabr 2022 Uyghur kişilik hukuk meselesi karar ma'qullab, Yaponiya yuqori palatasi Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsirchilik vaziyatiga bo'lgan andisini ifoda qildi. Bu qaror ko'p sonliq parlament a'zolarining ovoz berishidan ma'qullangan bo'lib, Xitoyning Tibet va Sharq Turkiston xalqining diniy e'tiqod erkinligiga daxl qilish, sababsiz turmaga so'lash qatorli qilmishiga qarshi qattiq andisha qilayotganligi bildirildi. Shundaqla Yaponiya bu masalada har qaysi davlat hukumatlarining dunyoning boshqa joylarini rozi qilaligidek tushuncha bilishga chaqirish bilan birga yuqori palata a'zolarining Xitoyga diqqat qilganligi bildirildi. Va Yaponiya tashqi ishlar vaziri Hayashi Yoshimasa hukumatning boshqa davlatlar bilan davomli hamkorlashib, qarorda tilga ilingan masalalarni hal qilganligini aytdi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, İstanbul'da Sharq Turkiston uchun un chiqar namoyishi o'tkazildi. Bu şu Ürümçideki faciadan keyin Türkiye'deki elbette bizlam Uyghur teşkilatlarım emas bu axborotga nihoyat kuchli kun tartib kelganligi uchun ijtimoiy, mesela Yasaviy Alparalar jamiyati qatorliq 60 dan ko'p ijtimoiy tashkilot Turkiyadagi yerlik xalqlarning tashkilotlari birlikda qo'llashi bilan keng ko'lamli bir namoyish o'tkazilib, fikrda ve fikrda birlik ve mujodila munbirining tashkillashi Yasaviy Alparalar jamiyati qatorliq aldidan nurg'un jamiyatlar raislar va
birleşip hemmesi ayrım söz kıldı bir yerde. Şu güne hem şu 4. dekabr etigende İstanbul Fatih Camisi'nde yana bamdat namazdan başlap. Bu gün bütün bir gün bamdattan başlap ta bu namayıştan keyin huptan degan yana başka Türk teşkilatları Xitoy konsulluğu aldıda xilma-xil etigenden tatip ta kechigacha xilma-xil küçülük namayışlar bilen keç bolgan bir gün tam bu. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xi Jinpingning Saudiya Arabiston ziyarati diqqat qo'zg'adi mavzuli xabarimiz. Elbette bunu tefsili halette bədik. Xi Jinping'nin şu Saudi Arabistan'da 7. dekabr 2 günlük resmi ziyarette Xitay Saudi Arabistan birli ziyarette Xitay Saudi Arabistan, Xitay Paris koltuğu devletleri, Xitay Arap devletleri qatarlıq 3 çoğ rehberler yığını qatnaşıp bir nurgun kelişimle qılındı. Biz ayrım söhbət mi qıldık bu meselede. Şu yerden tefsilatını kömügeller bolsa, körvasanlar buldu. Xitay bir yerdeki Arap devletlerde texmi bek bundaki imzalanan kelişimlerge qarasaqmı nurgun meselelerde sınıp giriş, bir texmi bek kontrolluk ediş üçün ciddi hareket qığanlığını körüp alayımız. Ama lekin hiçbir meselede bizning meselemiz bir yerde tilga elinmeden düşünçülük halet tuturup mu? Bu haqda xalq bilan hükümetninki farqlıq qaraydiganlığımı biz söhbətdə təfsili alətə toxtalıq. Xoş, yeni bir xabarımız gəlsək. Bütün Türkiye'de Şarkı Türkistan üçün dua ve axbarat elan qilish yig'ilishi o'tkazildi. Qarab bakalım, neçe xil faaliyetlerine birleştirilgan demisi. Muşu aç qo'yib Ürümçideki bu faciadan keyin şu qamalgan. Faqatla Ürümçide emas, bütün Şarkı Türkistan'da açarchilik qo'yib chiqamay ya davalamay masalan. Bu buluvatkan bu faciaga qarşı ötküzülgen 24. Şu 9. dekabrda Xalqaro Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği İHA Türkiye'deki başka bütün teşkilatlar 77 vilayetinin en çoğu mescitlerde Şarkı Türkistan için dua, axbarat elan qilish, cuma namazından cumada dua qilish, cuma namazından axbarat elan qilish yig'ilishi qilib o'rinlashtirib, müşahidnaiti Türkiye'deki nurgun axbaratlardan güçlük gün tertip geldi hem de. Bütün vilayetinin mescitleri, her qaysi rayonların çoğu mescitlerinde axbarat elan qılındı, dua qılındı xalqimizga degandek. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak. İstanbul'da Şarkı Türkistan hakkında söhbət yığını ötküzüldü. Bu hem şu 10. dekabr günü ötküzüldü. Dünya Kişilik Hukuk Günü münasebeti bilen İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılık ve hak hukukunu izleş temasida yığın ötküzülüp bu yerde Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan, İHA Birliği Vakfı'nın reisi Bülent Yıldırım efendim ve başka teşkilatlarının mesulleri bir yerde ayrım söz kılıp buluvatkan facianı tilga ilip ötdi. Xoş, yeni bir xabarımız gelsek. İstanbul'da şehitler keçisi faaliyeti ötküzüldü. Bunu elbette tefsili halette şu günü bədik. 23. dekabr Şarkı Türkistan şehitler keçisi. Her yılı Teşkilatlar Birliği tarafından ötküzülüp kelivatıdı. Şu şehitlerimizin ruhiden ögünüş, ularının kılgan iş izlerini əsləş üçün qaytıdın bir ruh davamızga bunu əsləş üçün ötküzülüp kelivatıdı. Tefsili halette bədik şu vaxtıda. Yeni bir xabarımız gəlsək. Çavuşoğlu Uygurlardan hukukunu qoğuduşumuz Xitayını biyaram qılmaqda mavzuluq. 2022 yıldaki en muhim xabarlardan biri elbette bu şəksiz. Çünkü nurgun meselelerine cevap boğan bir bayanatdı bu. 29. dekabr Ankara'da ötküzülgen Tashqi ishlar Ministerliğinin bir yıllık xulası dokulatını bütün axbarat vasıtlarındaki her xil suallarga cevap verip o'rinlashtirgan bir yığını da Çavuşoğlu bir yerde Xitay Türkiye münasebetini til qilib, hazırki yirikleşiş, soğukçılık meselesinin bağlıqı sebepçisinin Türkiye emas Xitay ekanligi, Xitayning numussizlarcha bu yerda yaşayotgan har xil iqomatlarla emas, Türk puqrasi bo'lgan, Türk puqraligi o'tib bo'lganlardan tatib numus qilmay, qaytirib berishni talab qilayotganligini til qildi. Buni asla qaytirmaymiz uni biz. Deb bu yerdagi so'z albatta uzun so'z. Bunu talab qilish axborot ijtimoiy uchur vositalarida ancha-muncha tilga ilinayotgan Uygurlarni qaytirib degan bu o'sak so'zlarningki hech birisining asosi yo'qligini til qildi, yolg'on bo'ladi deb. Va bu yerdagi so'zni hozirgacha masalan necha yillardan buyon
Türkiye'deki elçisinden Şarkı Türkistan bağımlılığını tilga elinip kelyapatkan demdi. Öktükilerimi tilga aldı pat. Nimişki bağımlılığını anlasın. Çünkü Xitay bir yerde Xi Jinping 5 yıldan buyan kelsin, ayet kelsin degen bilen Xitay özü ruhsat kılmaydı bununla. Men nege yapasam şeyge bunun yitlep apırman deydi. Biz onunla nimişki onunla makul degidekmiz. Biz sizgan harit bilen bağımız eğer biz basak. Özümüz müstakil tekşürümüz. Bununla yol koymagandan hazırgacha biz bilen maslaşmadı Xitay. Asaslık mesele bu. Hazırgacha biz bütünlay Xitayni qo'llab kelib, biz bir siyosiy masala uchun qilmayapmiz, faqat insoniy bir masalani o'ttirib qo'yib qilyapsakmi, buni butunlay hozirgacha Xitoy tarafi shunday qilyapti degan shaklda kuchli nurg'un gaplarni qildi. Albatta tafsilotini biz shu vaqtda berdik. Degandek, qadrli ko'ruvchilarimiz, demak biz 2022 yilni yani eng qisqartib aytsakmi, yani mushunchalar jiq vaqt ketib qoldi hozirmi, shunchalik qisqartgan bo'lsakmi, yuzlagan buningdan jiq masalalarni albatta biz kundadagidek huzurlarga sunib kelyapmiz. Demak, bu yerda oxirlashtirsak, Xitoy jinoyatlarini vatanimizda to'xtatmay qilyapti. Butun har jihatdan kallamiz qaysi Turkiyasi kelsin va chet eldagilarmi butun dunyo tashkilotlarimiz qo'ldan kelgan butun harakatlarni qilyapti. Ko'rib o'tdik. Bütün dünyadaki devletlerimi, nurg'un xalqaro organlarmi Xitoyning elib berayotgan jinoyatlarga mos qadamda bizning ko'nglimizni taskin toptirgudek bir ish bo'lmagan bo'lsa-mu, yana nurg'unlagan qarorlar, jazolar ijro qilinyapti, berilyapti, Xitoy sakrayapti degandek bu kurash shuna davom qilgan gap hamda. İnşallah to'xtamaymiz, kurashimizni bir minutni to'xtatmay oxirgi g'alabaga erishishga davomlashtirganligimizda qilchilik ikkilanmasligimiz, ümidsizlanmasligimiz kerak. Bu yeni yılda 2023 yılda inşallah nurg'un bizlarni xo'shal qildigan, suyundirdigan har xil ishlarning ro'yobga chiqishini hammamiz orzu qilamiz albatta. Allah yaqin fursatda bu zulm oxirlashib baxtli kunlarga erishadigan kunlarimizning kelishini tuvanchik bilan Rabbimizdan so'rash bilan programmamizni bu yerda oxirlashtirsak, qimmatli vaqtingizni chiqarib ko'rib berganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.